yurt Aqsu'daki havası iliq, suyu aldak, kishileri onundan iliq bo'lgan suyimlik Aqsu diyardagi barcha azizlar. Akalar, inilar, hadilar, singillar, do'stlar, hammalarning kelgan qadiminglarga marhaba. Qimmatli fursatda sizlar uchun xizmatda bo'layotganligimdan intayin xursandman. Men Urumchi televiziya stansiyasi Xinjiang Do'lan Ovqatchilik cheklik shirkati birlashib ishlagan Men Naqsh programmasining riyosatchisi Adila Nijat. Qimmatli fursatda sizlar uchun mana shunday go'zal damlarda xizmat qilish fursatiga erishganligimdan to'liq xursandman. Hammanglarga riyosatchi Adiladan o'ttiq salom, oliy ehtirom. Yaxshimisizlar, yiroq yaqindan kelgan barcha aziz mehmonlar va naq maydondagi barcha aziz qarindoshlar. Hammanglarga Lianda markasiniki obraz vakili, bugungi faoliyatimizniki riyosatchisi Zulxumar Turg'undan o'ttiq salom, oliy ehtirom. Aprel oyidagi mana shunday go'zal damlarda Aqsu diyardagi bu go'zal xonaga jam bo'lib, har birimiz asralashib, didorlashib, mungdishib turibdimiz. Xinjiang Do'lan Ovqatchilik cheklik shirkati balkim Aqsu diyardagi har bir azizga nisbatan notanish bo'lmasi kerak. Do'lan degan bu nom Xinjiangning madaniyat san'at ishlarida yorqin yulduzdek chaqnab, 22 yildan buyon do'lanliklarning ajrini har yerdagi Xinjiangning janub shimolidagi har bir ko'rarman, har bir tomoshabin Do'lan degan ismni yuragiga naqshlab chekdi deb qarayman. Balkim hammamizga ma'lum bo'lishi mumkin, 1997 yildan boshlab Abdukiram Abdulaziz Etot kechiligi, Shabnam Etot kechiligi, shundaqla bu oilaga qarang, Qashqar hikoyasi, yaqinqi yillardagi ta'tilmagan suratlar qatorliq nodir kino filmlar, esil programmalar, artistlarimizning sarxil san'at kechiliklari mana shu suyimlik faxrlik shirkat Xinjiangdagi madaniyat san'at ishlarining boshlamchisi sarki bo'lgan Do'lan Ovqatchilik cheklik shirkatining ajri davomida barliqqa kelgan. Bu yerda ishonamanki, do'lanliklar uchun Aqsudagi barcha azizlar o'zining eng qizg'in chavokini taqdim qiladi. Hammamizga ayon Xinjiang Do'lan Ovqatchilik cheklik shirkati Xinjiangdagi madaniyat san'at sohasidagi boshlamchi korxona. Mana bugun Do'lan markasini vujudga chiqarib, Xinjiangda eng ulgurli rolni o'ynamoqda. Shundaq, Do'lan Ovqatchilik cheklik shirkati 22 yoshga kirgan qaram bir yigit. Xinjiang tarasida 22 yillik korxonaning o'zini nihoyatda bir pishqon, bizning rayonimizga nisbatan ta'sir intayin kuchli bo'lgan bir korxona deb qarashga bo'ladi. Hammamizga ma'lum, Do'lan Ovqatchilik cheklik shirkati rayonimizdagi madaniyat san'at ishlarida sarki bo'lgan korxona. Asosan yillardan buyon madaniyat san'at ishlarimiz uchun o'zining to'kisini qo'shib kelayotgan korxona. Undaqda bugun sizlarni bu yerga jam qilishdik sabab, hammamizni bu yerga bir qilib turib xo'shallik ato qilishdik sabab faqat madaniyat san'at ishlarimizdagi yorqin nuqta bo'lish sifati bilan emas, balki buningdan keyin xonim qizlarimizning sog'lomligi, go'zalligi uchun yana bir to'hfa qo'shish maqsadida. Hammamizga ma'lum, yaqinqi yillardan buyon undidar savdosi korxonchilarning yo'lini texnik kengri qildi. Albatta, Xinjiang Do'lan Ovqatchilik cheklik shirkati talaydigan korxonalarimizning e'lon tashviqot ishlari uchun o'zining zo'r yordamini ko'rsatdi. Shundaqla korxonchilarimizning qizg'in olqishiga erishdi. Albatta, bu yo'lda dag'dam ketib qolgan Xinjiang Do'lan Ovqatchilik cheklik shirkati mana bugungi kunga kelganda o'zining tajribasining mo'l, yiroqni ko'rar ekanligini yana bir qitim isbotlab, 3 yillik tadqiq qilish orqali yana bir yangi marka, yana bir yangi shirkat Xinjiang Lianda Biopantexnik cheklik shirkati Lianda markasini ro'yobga chiqardi. Mana bugungi faoliyatimizda Xinjiang Do'lan Ovqatchilik cheklik shirkatining eng yangi markasi bo'lgan Lianda markasi Aqsu diyorida biz bilan yuz ko'rish oldi turibdi. Mana bugun hammamiz Liandaning yangi kuyini, Liandaning yangi hikoyasini, Liandaning tunji qadamini birlikda qutlash uchun bu yerga yig'ilib turibdik. Ishonamanki, mana bu 22 yillik gigant korxonaning bu bosgan, ya'ni yangi turda bosgan qadami hammamizga osoyishlik, hammamizga xushallik, hammamizga baxt, hammamizga sog'lomlik olib kelgusi. Rahmat. Bizning Lianda markasi ro'yobga chiqib, tunji qadamni Qashqar diyoridan boshladik.
Aqsu diyarda ikkinchi bekat bo'lib, mana bugun hammalarni bir yerga jam qilib, Liyandaning marshini yanglitish oldida turyapmiz. Ondaqda naq maydondagi Dolan şirketini tushunmoqchi bo'lgan, texmi ilgirlab bilib beqishni xohlaydigan, Liyanda markasiga texmi qiziqayotgan ko'pchilikka texmi aniq bir javob berish uchun biz eng avval Dolan o'qachilik cheklanish shirkati shundaqla Liyanda markasining tafsiliy hujjat filmini ko'rib, Liyandaga va Dolanga bo'lgan ishonchimizni yana bir qitim cho'qirlashtirgan bo'lsak, unda hammamizning diqqati cho'ng ekranda bo'lsin. Marka barpo qilish, uzluksiz taraqqiy qilish ideyasini boshdan oxirigacha turib, bozorni yetakchi, sifatni kapolat, mulozimatni asosiy maqsad qilib, Liyanda markasidagi mahsulotlarni jamiyatdagi har soha bilan qo'lni qo'lga tutishib, tang ilgirlab, yangi pallaga chiqarish uchun uzluksiz tirishchanlik ko'rsatadi. Rahmat. Balkim naq maydondagi Dolanga nisbatan tushunchisi mujmal bo'lgan yoki Dolan zodi qandaq shirkati deb o'ylayotganlarga nisbatan bu tushuncha nihoyat mo'l va cho'nqur bo'ldi deb qarayman. Balkim naq maydondagi ba'zi 80-yildan keyin, 90-yildan keyin tug'ilgan mehmonlarimiz uchun Dolan nihoyat bir go'zal aslimidek tuyulgan bo'lishi mumkin. Chunki ayni vaqtda biz ekranlarda Dolanning bizga sungan talaylagan san'at nomerlarini, esil tuzdirgilarini, yaxshi kinolarni ko'rib cho'ng bo'lgan. Mana bugungi kunlikda Dolan Liyanda orqali bizning turmushimizni texmi mo'l qilmoqchi, texmi go'zal qilmoqchi, texmi boy-boyashab qilmoqchi. Undaqda mishada Şinjan Dolan o'qachilik cheklanish shirkatining 22 yildan buyon rayonimizning madaniyat san'at ishlari uchun qo'shgan tepkisiga yana bir qitim qizg'in olqishimizni yo'naltamiz. Bugun naq maydonimizga mana mushu xushalligimizga tang hamdamda jo'r bo'lish uchun o'ltagan mehmonlarimizdan boshqa yana bir necha aziz mehmonimizmi alohida qadam tashrif qildi. Shu fursatda biz bu suyimli mehmonlarimizni qizg'in chavozlarimiz bilan sahnamizga taklif qilgandan keyin faoliyatimizni rasmiy boshlab ketsak, eng avval sahnamizga Şinjan Al-Nuri yemek-içmek cheklanish shirkatining birlashma qurg'uvchisi, Aqsu diyardagi ilg'or onalarning vakili, Liyanda turining birlashma qurg'uvchisi, Liyandaning tunji Audi avtomobil sohibi, bugungi faoliyatning sohibxoni, mehri illiq, suyimli, chiroyli xodimiz Bahargul xonim. Xush keldingiz. Bugungi mana shu dasturxonning hurmati, bugungi har bir aylanning mana shu yerda jam bo'lishining sababidan Bahargul xonim, yana bir suyimli xonim, ya'ni avtonom rayon va shaharlik xalq radio stansiya tug'ut bo'limi saqliqni saqlash programmasining maslahat so'rash mutaxassisi, avtonom rayonlik 2-doktorxonaning pensioneri, tug'ut bo'limi klinik xizmati bilan shug'ullanayotganiga 30 yildan oshgan, tug'utdagi har xil murakkab davolash, nas kasallarni bartaraf qilish, tug'utdan keyingi normal nachar xarakterlik o'sma va har xil sabablardan bo'lgan das qo'shlig'i o'simlik qatorliq kasalliklarning mutaxassisi, tug'ut bo'limi va planliq tug'ut operatsiyasidan nurg'un odam qitim sondan oshgan, davlat ichidagi tibbiy ilmiy jurnallarda ko'plagan kasbiy ilmiy maqolalarni e'lon qilgan hamda ko'p qitim ilmiy maqola mukofotiga erishgan, hammamizning hurmatiga erishgan suyimli opay Hurriyat Hasim xonim. Balkim Hurriyat opayning radiodagi, televiziyadagi leksiyalarini anglaganda undan to'liq suyungan bo'lishimiz mumkin. Balkim Abdulum rayonlik 2-doktorxonaning pensioneri desam, sizlar nihoyat bir yoshli cho'ng bir aylanni o'ylagan bo'lishinglar mumkin, ammo Hurriyat xonim o'zining 18 yoshdagi xos yasati bilan bugungi sahnamizda cho'qim o'zining eng yorqin obrazini qalbimizda saqlab qoldi. Yana bir suyimli mehmonimiz Apash yemak-ichmak cheklanish shirkatining qurg'uvchisi, Liyanda markasining birlashma qurg'uvchisi Zuhra xonim. Qarshi olamiz. Zuhra xonimni albatta diyorimizga ko'zga ko'ringan xonim qizlarimizningki axlatliq tarixchisi, 20 necha yillik tajribali doktor. Albatta Liyandaning mutaxassislar qo'shinda Hurriyat xonimdek tarixchilarning bo'g'ini, Liyandaning baxti omadi. Yana bir mehmonimiz Moliya iqtisod universitetining 30 yillik mutaxassisi, 3 yillik to'r savdo yetakchisi, Liyanda shirkat hamkorlashuvchisi Aytursun muallim. Qarshi olamiz. Aytursun muallimni Maliyat iqtisod institutida talaylagan korxonchilarni tarbiyalab chiqqan, talaylagan kishilarning qalbiga moliya iqtisod ilmiy jihati ilm o'rqi solgan suyimli ustozlarimizning biri bo'lib hisoblandi. Eng qattiq chavak ustozlar uchun Qashqar Changjang yemak-ichmak shirkatining qurg'uvchisi, Liyanda birlashma qurg'uvchisi Chimangul xonim. Chimangul xonimni qizg'in qarshi olamiz. Qashqardan alohida orliqni yiroq ko'rmay, bugun Aqsudagi hamkorlashuvchilar bilan yuz ko'rish fursatiga nail bo'lib, alohida qadam tashrif qilgan Chimangul xonimga eng go'zal javoblarimiz hamroh bo'lsin.
Altın Makan Soğutçaklık Şirketi'nin kurgucusu Şemş Kamer Hanım. Kızgın karşılayınız. Düşünümenki bugünkü faaliyetimizge qadam tashrif qilgan har bir aziz mehmonning barakatli qadamlari bilan Liyandaning arz texmi go'zal bo'g'uvchisi Şemş Kamer Hanım, xush keldingiz. Yana bir aziz mehmonimiz Liyanda markasining birlashma qurg'uvchisi Gulnigar Hanım qarshi olamiz. Liyanda markasi ro'yobga chiqqaniga garchi nihoyat qisqa vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bizning bu qo'shinga qitilgan birlashma qurg'uvchilar bir-biridan qaltis. Gulnigar Hanımdan ajoyib go'zal hurmatlarni kutamiz. Xush keldingiz. Eng aziz yana bir mehmonimiz bor. U bo'lsa-mu Liyanda markasining birlashma qurg'uvchisi Nurgul Hanım qarshi olamiz. Xush geldiniz Nurgul Hanım. Mağan qadamingizdan nurlar, gullar unsun. Liyanda uchun bosgan har bir qadamingizga barcha vakolatchilar nomidan yana bir qatim rahmatimizni bildiramiz. Xush geldiniz. Onundan başqa, bugungi faoliyatimizning tashviqot filmidan ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Faoliyatimizga yana Abnum rayonimizdagi ko'z ko'ringan oz bo'lmagan san'atkorlarimizni alohida qadam tashrif qildi. Bugun sahnamizga o'zining muhabbatli kuylari bilan muhabbat kuychisi deb nom olgan, cho'ng kichik sahnalarda o'zining ajoyib mardona ovozi bilan qalbimizga naqsh o'ygan Qashqarning Azmat o'g'li Abdusopor Ismoil alayda qadam tashrif qildi. Marhamat. Qarshi olamiz. Xush geldiniz Abdusopor aka. Şinjan opera san'at o'mrining artisti, talantli yosh aktyor. Shundaqla Liyanda markasining chiroyli obraz vakili. O'zining chiroyli siymasi bilan, tatli kulgilari bilan qalbimizda qolgan, Nisaxon obrazi bilan hammamizni qoyil qilgan suyimli Qalbinur xonim. Tiriksangiz marhamat. Xush keldingiz Qalbinur, xush keldingiz. Chiroyli tabassumingiz bilan bugungi sahnamizga deyximo nur ato qildingiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Aqsu Karxanchilar savdo uyushmasining qurg'uvchisi, Aqsu diyoridagi dangliq korxona maslahatchisi Bilqiz Hanım qarshi olamiz. Xush geldiniz Bilqiz Hanım. Xush geldiniz. Sizga o'xshash korxona maslahatchilarininki ta'na fikrlari bilan mana shundaq yaxshi korxonalar, yaxshi mahsulotlar bozorga keldi. Aqsu diyorining faxrli o'g'loni, muhabbat kuychisi, atoqli usulchi, aktyor, rejissor, tajribali ommaviy madaniyat tashkilotchisi, birga mahir, ko'pga qodir san'atkor Dilshod G'ani apandim qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Liyanda Fan-texnik Cheklik shirkatining bosh qurg'uvchisi, bosh nazoratchi, bizningki Liyanda markasidagi nihoyat yaxshi bozor yetakchisi, undilar savdosida tajribasi ajoyib zo'r, mo'l bo'lgan, bundan keyin maslahat so'rsanglar sizlardan faqatli maslahatini ayamaydigan ajoyib xushfe'l, ajoyib kichik fe'l bir boshlamchimiz bor. U bo'lsa-mu Husanjon apandi. Qarshi olamiz. Xush keldingiz Husanjon, xush keldingiz. Rahmat. Liyanda Fan-texnik Cheklik shirkatining qonuniy vakili, Liyanda markasining qurg'uvchisi. Bizning hammamizning bu yerga jam bo'lib o'tirishimizning bosh sababi Liyandaga o'zining yurak, qon tarini singdirgan Liyandaning boshlamchisi suyimli Adila Ilg'or xonim. Xush keldingiz. Xush keldingiz. Qarshi olamiz. Endi sahnamizga Şinjan Maliya San'at institutining oliy lektori, Şinjan marka tadqiqotchilar jamiyatining tadqiqotchisi, diyorimizda ko'zga ko'ringan dangliq korxona maslahatchisi, shundaqla diyorimizga vakolatan Harvard universitetiga chiqarib 1 yildan ortiq bilim oshirib, diyorimizdagi talayligan korxonachilarning savdosining texmi yaxshi bo'lishi, korxonasining texmi yaxshi ham mustahkam bo'lishi uchun kuch chiqargan, shundaqla bizning Liyanda markamizning korxona maslahatchisi, Liyandaning buningdagi umrlik hamrohi Nurgul Qodir xonim. Xush keldingiz. Nurgul xonim, xush keldingiz. Onundan boshqa bugun naq maydonimizga, ya'ni bizning esil dasturxonimizni silib, bizning mehmon bo'lish shartiga noil qilayotgan Bahargul xonim, ya'ni Bahargul xonimningki bizning shirkatimizning hamkorlashuvchisi ekanligini, shundaqla 380 minglik Audi mashina mukofotininki ahtasi ekanligini bilib turibdimiz. Shundaqla Bahargul xonimning diyorimizdagi dangliq korxonalarning biri bo'lgan, bizni sap yemaklik yeyishga, bizni haqiqiy tabiatning qo'yniga o'zimizni qaytarib kelishimizga sabab bo'lib kelayotgan Şinjan Al-Nuri Biyo Fan-texnik taraqqiyot cheklik shirkatining mas'ulining
suyumli xonim ekanligini bilamiz. Mana bugungi qimmatli fursatda Şinjan Al-Nuri Biotexnik Taraqqiyot Çeklik şirketininki baş lideri Adil Niyaz efendimmi xonimining bugungi qutlug' kunini alohida tabriklab, naq maydonimizga yetib keldi. Xush keldingiz. Sizga ko'p rahmat. Rahmat Adil aka, hammamizga ma'lum, bir muvaffaqiyat qozongan erning orqasida onu qo'llab turadigan bir ayol bo'ladi deymiz. Ammo erlar tirishsalar, balkim o'zi yolg'izmi muvaffaqiyat qozonish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Ammo bizning xonim qizlarimizning muvaffaqiyat qozonishi uchun, oiladagi aldirashchiliklarni to'g'ri tushunish uchun, oldiga qarab ilgirlash yo'lida oiladagi roluningki texmi yaxshi joriy qilinishi uchun bizning suyumli erkaklarimizning qo'llashi bo'lmasa bo'lmaydi. Mana bugun Adiljon efendimning Bahargul xonimni alohida qo'llab, "Sana nima kamti, sen tirishmasang bo'ladi, men bo'ldi" deb arzularni yepib qo'ymasdan, balki uningga madad berib, onun buningdan keyingi hayotida texmi xo'shal, texmi go'zal natijalarni yaratish uchun kuch berganlik uchun bizning erkaklarimizga mana shunday bir jasoratni ulgi qilish uchun taklifimizga yetib kelganligiga Adiljon efendimga barcha xonim qizlar nomidan yana bir qitim rahmatimni bildiraman. Rahmat sizga. Rahmat ko'pchilik. Mana bizningki suyumli aziz mehmonlarimizni guldiras olqish sadolarimiz bilan taklifimizni taklif qilib oldik. Albatta, Liyanda markasining undaq tunilgan yoki o'lishgan maydonga kelib qolgan balla marka emasligini, bu bir mazmut shirkatningki ajr mehnatining mevasi ekanligini his qila oldik. Albatta, bir marka, bir ishonchlik korxona, uningda ishonchlik boshlamchi bo'lishdan sirt bugungi kunlikda e'lon tashviqot jihatda mana bu markaga yaxshi bo'lgan obraz vakili bo'lmasa bo'lmaydi albatta. Mana bu mening yonimda turgan o'zini hayt tatliq, so'zi uningdan tatliq. Hozir Undidarda, ya'ni Doying Apitalida to'r cho'lpiniga aylanib, hammalarning amrohligini keltirayotgan bizning cho'lponimiz Dilxumar bizningki dal mana shu Liyanda markamizning teri asrash mahsulotlarining obraz vakili. Albatta, bugun riyosatchilik vazifasi bilan qo'shib, ko'pchilikka o'zining ko'p xillik alohidligini namoyon qilmoqchi. Dilxumar uchun qizg'in javoblarimizdan birini bersak. Rahmat. Onundan başqa yuqorida sizlar eng qizg'in olqishlaringlarni sovg'a qilgan Aqsu diyarining faxrli qizi, bizning ko'zga ko'ringan talantli aktyorimiz, suyumli Qalbinurmi bizning mahsulotlarimizning tanliq obraz vakili bo'lib to'xtamlashdi. Undaqda Qalbinurni sahnamizga taklif qilgan bo'lsak. Rahmat, Qalbinur, xush keldingiz. Avval ko'pchilikka bir salomingizni yo'llab o'tasiz. Shunchalik hayajonlanayapman hozir. Men mush Aqsu diyarda o'silib cho'ng'olgan, mening ustozim, urug' tuqqanlarim, do'st birodarlarim, mening Aqsu diyardagi barliq qarindoshlarim, yaxshimisizlar? Mana bugun Liyanda mahsulotlarimizga Qalbinurdagi go'zallarning obraz vakili bo'lishi Liyanda uchun yana bir sharaf. Qalbinur, Dilxumar, mana shu ishki obraz vakili, buningdan keyingi Liyanda mahsulotlarininki har bir qitimliq mana shunday faoliyatlarda, mayli shirkatning faoliyati bo'lsin va yoki vakolatchilarning faoliyatlarida bo'lsin, o'zininki eng qizg'in, eng yorqin kulgilari bilan faoliyatga jon qo'shib keladi. Undaqda mushu Liyandani obraz vakili bo'lishga tanlagan bu ikki nafar go'zalning yurak so'zini naq maydonda anglamay turolmaymiz albatta. Undaqda Qalbinur, Liyanda markasiga nima uchun obraz vakili bo'lishni o'ylashib qoldingiz? Bu marka sizni qaysi jihatdan ta'sirlantirdi? Mushaqda bir tushuncha berib, Liyandaga Aqsu xalqining ishonchini yana bir daraja yuqori ko'taraylik. Bo'ldi. Men odatda obraz vakili bo'lish uchun men intayin tanlayman. Unda samilqi mening o'zim yuqori tutib emas, balki men ashu mahsulotni ekranda mush mahsulot yaxshi deb sifatini qilib chiqqan bo'lgan ekanman. Men cho'qim shu mahsulotning yaxshi bo'lishiga kafolat qilishim kerak, ham xalqimga shu ishonch tuyg'usini bera olishim kerak. Shunga bu qatimqi Liyandaga men obraz vakili bo'lishdiki, men qoyilgan faqat 3 tur bor. U bo'lsa-mu ishonch, samimiyat va mehr-muhabbat. Mushu 3 narsa men qoyil qilg'achqa, men bular bilan birinchidan ishonch bo'lg'achqa, bular bilan hamkorlashdim. Sadoqat deganimiz mushu Liyanda markasiga o'z butun ajr mehnatini singdirib turib, necha yil birlik hamkorlash orqali mushuni vujudga chiqarimiz orqali mush tirishchilarning hammasi shuningga bir sadoqatini, aqidasini kirgizmasa, meningcha bir ishni vujudga chiqarmoq unchalar oson emas. Shu hammamiz birlikda tirishganda, mushuning haqiqiy ko'nglimizni berib turib, butun vujudimiz bilan birlikda tirishganda vujudga chiqadi. Shunga mana
turibdimiz Liyanda haqiqatan vujudga chiqdi. Mushu tirishchanligimizlar eng yuqori pallasiga yetkichi deb o'ylayman. Uningdan sirt mehr muhabbat deb qoldim. Mayli bir savdo qilaylik, mayli bir kasb qilaylik, mayli har qanday bir kasb bilan shug'ullansak, mehr muhabbat, ishonch, sadoqat hammasi intayin muhim deb o'ylayman. Bular menga intayin illiq ta'sir berdi. Mayli dillarim bo'lsin, mushtirishayotgan, shu Adila odam deymiz, masalan, Nurgul odam deymiz, maylan intayin mehr muhabbatlik, hamma odamdan shunchalik chin qalbini yaxshi ko'rdi, vakolatchilardan tortib hammasiga hargiz bir narsa sotma emas, mehr muhabbat bilan mushlar bilan birlik ilgirlasak deydigan bir mehr bor. Shunga men deyman, bu pul tepish, iqtisod tepishdan sirt yana bizning topimizda mehr muhabbat bor. Shunga men bu yandan tanlashni to'g'ri ko'rdim deb o'ylayman. Bu tanlashim eng to'g'ri tanlash. Rahmat, qalbingiz rahmat. Nurg'unlagan narsalarni so'z bilan ifodalash, so'z bilan qoyil qilishni aytasiz, ammo harakatdan uni nayt osonlik bayqab olg'ili bo'ladi. Qalbi nur obraz vakili bo'lgandan keyin, garchi bizning tanduy bilan mushundaq bir necha qitimli faoliyatlarda bilib bo'laolgan bo'lsa-mu, ammo mana mushu guruhdagi, mana mushu oiladagi illiqlikni, mehr muhabbatni, muhimi ilg'orlikni his qila olibdi. Shunga har bir qitimli faoliyatimizda yiroq demay, xizmatning bahonasi demay biz bilan ta'minlayotdi. Qalbi nur sizning ishonchingizni Liyanda hargiz yada qo'ymaydi, buning ishinaman. Bo'ldi, rahmat. Undaqda omoq singlimiz Dilxumar, ya'ni girim buyumlarini ishlatishdan avval girim buyumlariga obraz vakili bo'lgan chiroyli qizlarni ko'riblar yuragimiz bir xil o'shida eriydi. Shunday mayli yigitlar bo'lsin, mayli qizlar bo'lsin, shu obraz vakili bo'lgan qizlarning terisini, ana shu qizlarning ishonchisini eng dastlabki sezim qilgan ahvol ostida mahsulot setib oldi. Undaqda Dilxumar balkim sizga o'xshash to'rt cho'lpinni har yerlardan xilma-xil mahsulotlar o'ziga obraz vakili tanlashi mumkin. Ammo Liyandani tanlashingizdagi sababni bugun anglamay qo'ymaymiz. Albatta, shu tor dunyosiga qiziqadigan menga nisbatan har xil korxonchilar va girim buyum tijorat qiladigan shu korxonchilar bo'lsin, davomli meni izlab, shu o'zining mahsulotiga mundaqcha desam qarg'ularcha obraz vakili bo'lishga ishlatmay turib obraz vakili bo'lishga taklif qildi. Lekin men nurg'ularni rad qilyaptim, chunki menmo shu sifatni birinchi o'rin qo'ygan asosda, chunki bir mahsulotga hamda obraz vakili bo'lganda cho'qim uning sifatiga obraz vakili bo'lamiz albatta. Mahsulot yaxshi bo'lgan asosda bizmi boshqalarga qo'rqmay, ansirmagan asosda tavsiya qila olamiz, ham o'zimizmi bexatar ishlatalaymiz. Bu bizgami yaxshi, xaridorlarga yaxshi. Undan keyin do'langa o'xshash mushtaq ishonchli korxonada cho'qim yaxshi mahsulot ishlab chiqarildi deb o'ylayman. Do'lanning bundan burungi tarixdagi ishlarini, shu natijalarini hammamizga boya ko'rsatib o'tgandek hammamizga ayon. Albatta buning keyinda cho'qim yaxshi bo'lgan sifatli mahsulot chiqadi deb o'ylayman. Shunga o'zim ishlatib unumini ko'rgandan keyin yoqtirib ishongan asosda obraz vakili bo'lishni tanladim. Qalbinurning Nisoxon obrazi orqali etudlarini nihoyatda jiq ko'rgan. Sizlar balkim Qalbinurni yaxshi bir aktyor deb o'ylaysizlar, ammo yana bir maqtiyatlik, Qalbinur usul kasbidami voyaga yetgan bir yaxshi usulchi. Albatta bugun Qalbinurning bir chiroyli usulni sahnada ko'rmay, uni qaytarmaymiz. Gulni qo'yib qo'yib tayyorlik qilgach do'stlar, seni to'laymiz. Bundan sonra qizg'inchiligimiz Qalbinur uchun rahmat. Rahmat, kayfiyatimiz mana fashion aytib qizg'in kayfiyati bo'lyapti. Har bir aylanga nihoyatda illiq kulimsirishi bilan sahnimizda qiqas olqish cho'qalarni ko'targan. Shundaqla bizning Liyanda marka birlashma qurg'uvchisi, Liyandaning bozor bosh yetakchisi, nazoratchisi Husanjon apandimni bizning qizlarimizga tabassum qilib turib bir so'zlab berishni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Hürmetli tomoshabinlar, men söyleyen ve meni söyleyen barliq azizlarga, Kemin Husanjondan sizlarga sevginib, o'tliq salom, oliy ehtirom. Rahmat meni qo'llagan barliq azizlarga, unda bo'lsa men bugun sizlarga oddiy qisqagina qilib bizning Do'lan shirkati va Liyanda markamiz to'g'risida qisqa tushuncha berman. Ko'pchilikni men bilan o'rtoqlashib, boshdan oxir anglab berishinglarni chin ko'ngildan umid qilaman. Bunu ekranda ko'rganinglarda bizning Do'lan shirkatimiz bayam cho'ng filmda ko'rilib bir qatim chiqdi. 97-yili madaniyat tashviqot e'lon sohasida ish boshlab 2003 shirkat bo'lib qurilgandan hozirgacha qadar yana shu e'lon tashviqot madaniyat sohasida izchil bayroqdorlik o'rni o'tab kelyapti. Demak, bu sonni hisoblab baksak 20 necha yil degan gap.
20 yıl bir karxananing bayroqdarlik o'rinda sarki o'rnida turishi oson emas. Mushu gapning uzidan shirkatning qanchalik amaliy kuchi borligini dastlab qadam his qilib bo'ldi. Bizning shirkatimiz hozirgacha mushu 41 dan ortiq marka va patentga iltimos qilgan bo'lib, buni rasmdagi birinchi rasm Shangbiao deganning qarasanglar 41 deb bir raqam bor. Qolganini munosabatlik ulanma orqali surishtirsanglar, bizning shirkatimizning organ saloni va undidar aptisi qatorliq supalardan tekshirib olsanglar bo'ladi. Undan boshqa bizning dolan shirkatimiz buni sol taraf birinchi rasmda Tavlangda aşağı deb turamda, dolan soda binosi deb. Bu qanday bino desanglar, mana Yinshan Xinjiang Yu Tavlang Shiye deb bir rasm turdi. Demak, bizning dolan shirkatimiz Urumchi shahri Tangirtaq rayoni Davan shimol yo'liga joylashgan Yinshan Xinjiang Universal san'at ko'chasining 6000 kvadratdan ortiq bir bino bizning dolan shirkatiga tava. Shunga biz qo'rqmay turib Tavlangda aşağı degan xatni yozib qo'ydik. Uning ostidagi amaliy ko'rinish va unum ko'rinish parchasini qistirib qo'ydik. Bu bayan sizlar filmda anglab o'tgan bizning Saymachang rayoniga joylashgan Vanke Sod rayonining 2000 pinxondan ortiq X Martin muzikalik teatrxonasi shuning amaliy ko'rinishi. Undan keyin o'ng tarafga qarasanglar, bizning dolan izchil deb o'tdik, sizlar e'lon tashviqot madaniyat sohasida eng oldida menayotgan korxona deb. Shunda bo'lganligi uchun sizlarning shu madaniyat san'at ko'ngil achish jihatda sizlarning ehtiyojinglarni qondirish uchun dolan shirkatimiz ayni vaqtda kinoxona ta'sis qilgan. Mana bu kinoxonamizning amaliy ko'rinishi. Bu kinoxonamiz Urumchi shahri Tangirtaq rayoni Shinxua janubiy yo'li Ovluba binosining 3-qavatiga joylashgan. Endi buni ikkinchi bilakda ko'rmoqchi bo'lganlar, bizning dolan shirkatimizning e'lon tashviqot suplari, ya'ni rasmda ko'rganinglardek, masalan, Men Chulpan, Xinjiang talant sahnasi, tartilmagan suratlar, Men naqshchi, psixika bekiti degandek mushundaq televiziya teatrlari, kino filmlar va har xil programmalarni mana bizning dolan shirkatimiz bir qo'lliq planlab, ishlab, hamkorlashib bozor silib, keng iste'molchilarga sungan. Bu orqali nurg'un korxonalar, yakka egilik tiklovchilar, shaxslar bundan foydalanib iqtisodiy qiymat yaratgan. Buning son sifirlarini bu yerda bir-birlab so'zlab o'tirib olmaymiz. Shunga sizlarga bayon beshi deb o'tdim. Qisqin to'xtalib o'tib ketmaydiganim shu qisqachalam deb berma. Qolganini biz yana bizning kaynimizni so'zlaydigan bizning suyimli ustozimiz Nurgul Muallim va undan keyin to'p-to'plarda tarbiyalashib boramiz. Shu leksiyalardan, nutqlardan anglab tushunib olasizlar. Bizning 3-bilak so'zlamoqchi bo'lgan mazmunimiz rahmat sizlarga. Bizning ustidagi rasm, ya'ni bizning Liyanda mahsulotlarimizni tashviqot qilgan suplan so'zlab o'tdik, bayon. O'zimizning dolan saloni va undidar aptisdan boshqa har xil taratqular, har xil programmalarni dedik, televiziya teatrlari, kino programmalarni tilga o'tdik. Undan boshqa bayon bizning obraz vakillarimizdan Dilxumar, Qalbi Nurlar o'tirib chiqib so'zildi. Mana bizning shu Dilxumar, Qalbi Nurlar bundan keyin shu ustida ko'rgan rasmdagi bevosita taqtish ishxonamizda Urumchida, shu bevosita taqtish ishxonamizda bizning Liyanda mahsulotlarimizni sizlarga po atmagan asosda, yolg'onni qatmagan asosda sizlar bilan o'rtoqlashdi. Bundan keyin sizlar davomli shu ikki cho'lpanni ko'makchi bo'lsanglar, shu bevosita taqtish buyimiz ulat taqatgan, ulanmoq diqqat qilsanglar ko'ra olasizlar. Uning ostidagisi 4 parcha rasm bizning Liyanda yurishlik kirim buyumlarimizning ishxona xizmat muhiti. Bu ishxona xizmat rayonimizda bizning texnik xizmat qo'shinimiz va har xil tashkillaydigan qo'shinlar, loyihalaydigan qo'shinlar, planlaydigan qo'shinlar mana shunday o'lchamli pokiz muhit xizmat qildi. Bu kim uchun xizmat qildi? Ya'ni sizlar uchun. Hamkorlashuvchilarning, vakolatchilarning, xayrdarlarning foyda manfaatini birinchi o'rin qo'ygan asosda sizlar uchun xizmat qildi. 4-bilak mazmun bayon men bir qistirib o'tib ketdim. Bizning har xil qo'shinimiz deb. Buning sol taraf ustidagi rasmlarda nurg'un bizning hurmatli sazovor kishilarimizni ko'rdinglar. Bularning orasida korxona savdo vakillari, iqtisodshunoslar va har xil korxona maslahatchilar bor. Bular nima ish qildi? Bular
dal bizning qaymoq qilayotgan kallamizni to'g'ri liniyaga kirgizdi. Sizlar mollaringizni sotamay qolgan bo'lsanglar, iqtisodiy manfaatinglarni unmonlarni oshirmay qolgan bo'lsanglar, qanday qildi? Mana bizning korxona maslahatchilarimiz do'konni qanday yurgizish, vakolatlarni qanday ko'paytirish, qanday qilganda xaridorlarni tutib turish, qanday qilganda mahsulotni sotib chiqarish, qanday qilganda qaytlanma setishni qo'zg'atish qatorliq nurg'un masalalar bor. Bu masalalarni biz bu yerda birdan-birini to'xtalib o'tib bo'lmaymiz. Shunga mushu maslahatchilar qo'shnimiz dal mushu ishlarni hal qiladi. Undan boshqa o'ng taraf ustidagi rasm bizning axlatliq suyimlik farishtalarimiz. Men mushu munosabat bilan mushu suyimlik farishtalarga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Bizning bu axlatliq farishtalarimiz har vaqt ekran yuzi orqali, undidarda, to'plarda, telefon orqali va yoki undidarning bevosita silliq paranglish shaklda sizlarga birma-bir yetaklashib boradi va sizlarning atrofingizdagilar uchragan masalalarni birma-bir, ikkimi, uchmi bir emas, birma-bir, yuzma-yuz hal qiladi. Yuz turani hal qiladi, to'g'ri orqali hal qilib berdi. Demak, sizlar mahsulotni ishlatdinglar va yoki ishlatmoqchi. Masala ko'rildi. Dunyoda mukammal ish yo'q va mukammal mahsulot yo'q, shundaqmi? To'g'rimi ya? Bildi. To'g'ri deb qo'yinglar. Isil mana. Dal mushu mahsulotlarni ishlatish jarayonida yuz bergan masalalar. Shu masalalarni biz qanday hal qilamiz? Biz kasbiy xodim emas. Mana bizning mushu axlatli farishtalarimiz har vaqt hal qildi. Eriyat appayga bir shabaq berib o'tinglar. Mana bizning mushu rasmda bugun doktorlarimizdan Hurriyat appay bilan Zuhra doktor alohida taklif qildi. Shu munosabat bilan bu ikki axlatli farishtamizga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Demak, bundan nimani ko'rib olib bo'ldi degan vaqtda bizning axlatli farishtalarimiz sizlarga rasm orqali o'zini ko'rsatib qolmasdan naq maydonga keladi ekan, bizni suydi ekan, bizni yaxshi ko'rdi ekan, maslimizga haqiqiy ko'ngil biladi ekan deganni tushunaldinglarmi? Tushunaldinglarmi? Yaxshi. Unda bo'lsa, keyinga o'tib ketdik. Shu ostidagi so'l taraf ostidagi rasm. Bizning shunday chiroyli 5 qizlar turamda. Bu 5 qizlarning rasmi azulab qolibdi bu yerda. Biz yana jiq qizlar bordi. Ular sal xijilchanka. Shu 5 qizlar bizga vakil bo'lib chiqib tursin deganlik uchun shu 5 qizlarning alohida tasdig'ini olib, ruxsatini ming tasdiqqa erishgan asosda aran chiqardik miyaga. Bu 5 qizlar nima ish qildi degan vaqtda shu 5 qizlardan tashkillangan guruhga sizlarni nutqshunoslik, psixikashunoslik va kasbiy leksiya dars to'g'risida amaliy tarbiyalashni qiladi. Sizlarning amaliy kasbiy jihatdagi mahorat, texnika, nazariya jihatdagi bilminglarni oshirishinglar qanday qildi? Yordam beradi. Amaliy, undan boshqa bizning mana bu ikki kelishgan yigit turamda. Bu ikki yigitcha kim bo'ldi degan vaqtda bizning shu loyiha texnik qo'shinimiz. Bu qo'shinlar ishkilama odam emas, bular keyindan nurg'un odamlar bor. Demak, shu ikkisi shularni yetaklab mangadi. Sizlar ko'rayotgan shu salon undar aptisi degandek barliq texnik munosabat ishlarni bizning texnik qo'shinimiz qiladi. Undan boshqa bizning buni ko'rayotganlar bizning mahsulotlarimiz. Bu mahsulot to'g'risida balchiq so'zlab o'tmay, bu mahsulotimizni keyin davomli so'zlaymiz. Ekranda ko'rinyapti. Undan boshqa mana masakningni tizib qo'ydik. Keyin shu mahsulotlar bilan rasmga tushadigan, rasm mana shu mahsulotlarni ishlatadigan bir bosqichimiz bor. Shunga men tafsilga to'xtalmayman. Endi eng oxirgi bir bo'lak bizning shu undidor apchimiz va undidor salonimiz. Buni rasmni ko'rganinglarda bizning undidor salonimiz, undidor apchimiz. Hozir ma'lum arizdagi rasmlar aralash chiqqan rasm. Undidor apchisini misol qilib so'zlayman. Ya'ni undidor apchisi degan nima? Shauchangshi, ya'ni kichik programmada qo'yamiz. Buningda mana mushuncholar bir kasma rasmlarni sizlarga ta'minlash orqali biz nima demoqchi degan vaqtda sizlar rasmiy hamkorlashuvchi bo'lib kirgandan keyin birinchi qadamda qiladigan ish sizlar kinishka chiqarib beramiz. Mana o'ng taraf ostida bir kinishkaning rasmi turdi. Bu rasm o'zini buzib olmay chiroyli holatda, xijilov holatda mayoq kirib qoldi. Hech qisi yo'q, lekin keyin ko'rib olasizlar. Qolgan undan boshqa bizningki obraz vakillarimizning har xil sim ko'rinishlari, rasmlari, ondan boshqa mahsulotlarning tushuntirishlari, har xil ulanmalar, sizlar ishlatmoqchi bo'lgan mazmunlarning hammasi yangilanib, shu undidor apchisi va undidor salonlarimizga yo'linib turdi. Ondan boshqa
miyada bir o'ttirdi bir o'ng taraf ustida o'ttirdi bir poch rasm bor ekan. Yaxshimisiz desa, yaxshimi deb bir yurakning rasmini bergan bir rasm turamda. Bu nima degan vaqtda sizlar bak erinib qolsanglar, hijloq qolib qolsanglar, tilpi urush, undidar qetish afsus bo'lib qolsa, mishaga yozmichi xat qoldirsanglar bo'laverdi. Yozmichi xat yozsanglar, sizlarning masalalaringlarni turiga ayirib, doktorlar qo'shni qilamdi, mutaxassislar qo'shni qilamdi, korxona maslahatchilari qilamdi, kim hal qildi? Turga ayirib bizningki iqtidorli qo'shnilarimiz sizlarga masalalaringlarni birma-bir hal qilish to'g'risida yordam berdi. Unda bo'lganda mening endi sizlarga qisqacha tunishtirib o'tadigan Dolan shirkati Liyanda mahsulotlarining tushuncha berish va undar apchimiz, undan boshqa texnik qo'shnilarimiz va mahsulot to'g'risida sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan, sizlarga o'rtoqlashmoqchi bo'lgan mazmunim bishada oxirlashdi. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat Husanjon. Shirkatga bo'lgan shirkatga bo'lgan ishonchimizni texnik cho'nqurlashtirdingiz. Bundan keyin mana mushundaq jasoratingiz bilan bizga ergashmoqchi bo'lgan talayligan xonim qizlarni xuddi sahnada o'zingizga o'xshashlar kasbiy iboralar bilan bizning shirkatimizni faxrlanib turib so'zlaydigan holatga kelishingizga tilakdoshman. Sizga barcha mehmonlar nomidan yana bir qitim rahmat. Bizning suyumli obraz vakilimiz Aqso'ning suyumli qizi qalbi nur tayyorligini tutirib, ko'pchilikka eng chiroyli so'zim birni tayyor qilib turibdi. Gülüm, gülüm,
ko'pchilik tövende güzel usullarını köydük, sanat numurlarını köydük. Yeni bir qitim Liyandani çoğunqur düşünüp beqishni xalaysizlar deyman albatta. Şoňlaşqa biz hazır Liyanda Pan Texnika çekiliş şirketining qonuniy vakili bo'lgan Liyanda markasining qurg'uvchisi Adila xonimni Liyanda haqidagi tushantisini so'zlab berishga taklif qilsak. Salam, güzel Aksu diyardagi Liyanda yürüyüşlük məsləhətlərimizin axbarat elan qilish murosimiga qadam təşrif qilgan barlıq əziz mehmonlar. Mən Liyanda Pan Texnika çekiliş şirketining qonuniy vakili Adila Ilg'ar. Muшу münasibət bilan faoliyatimizga qadam təşrif qilgan barlıq əziz mehmonlarga chin qalbimdan təşəkkür etman. Güzel chehralarning mangu kulib turishini, chavaq chelayotgan qo'llaringlarning boyliq to'lishini umid qilaman. Rahmat sizlarga. Bayi Hüseyncan efendim, dolan şirketimizin 22 yıldan boyan qo'lga keltirgan şanlıq natijalari ve şundaqla bundan keyingi taraqqiyot yuzlanishimiz ve tarbiyalash sistemalarimiz to'g'riliq bir aqir to'xtalib o'tdi. Endi bizning men hozir ko'pchilik bilan o'rtoqlashganım, biz 3 yildan ortiq vaqt sarf qilib, jafoliq izdanish, qayt sinoq qilish ve tadqiq qilish orqali davlatimizdagi oldingi o'rinda turadigan teri asrash mahsulotlari ishlab chiqarish zavodlari, ayollar shaxsiy parvarish mahsulotlari ishlab chiqarish zavodlari va shundaqla choch tushni tizginlash, alohida patentlik tarkib qo'shilgan choch asrash, choch yuvish mahsulotlari ishlab chiqarish zavodlari bilan strategik hamkorlik o'rnatib, bugungi kunda mana Liyanda mahsulotlarini dag'dug'li holda bozorga soldik. Tövende sizlar bilan mahsulot to'g'riliq qisqacha to'xtalib o'tay. Men ekran ko'rayotganinglar mana teri chingitish turkumisi bilan Liyanda kollagen aqsilliq teri go'zallashtirish yurishdiki. Bu mahsulotimiz asosli roli terini chingitish, qiyirliqni kechiktirish, terini ko'tarish roli alayda yaxshi. Bu mahsulotimizningki kollagen aqsilliq yurishlik, aqsilliq teri go'zallashtirish yurishligimizningki asosiy tarkiblari import qilingan, ishlab chiqarish texnikasi bo'lsa, yadroliq texnikasi Amerikadan kirgizilgan. Demek bu mahsulotimizningki setish nuqtasi va bozor ichish nuqtamiz bo'lsa, bozordagi hozir setilayotgan o'xshash turdagi mahsulotlardan unumi favqulodda yaxshi. Ter chingitish turkumisining ter teshikchilarini kichiklatish, terini nurlantirish, yuqori ko'tarish unumi nihoyat yaxshi. Ya'ni qurg'oq terining nijotkori desak, qat'iy ortiqchilik qilmaydi. Ikkinchi mahsulotimiz yuvish asrash tipidagi mahsulotlar. Bayda o'tgandek bu ikki xil choch yuvish, choch asrash mahsulotimizga Amerika yoshlar guruhining alohida patentlik choch tushni tizginlash tarkibi qo'shilgan, ham bizning bu mahsulotlarimizda butunlay o'simlik tarkibidan yaratilgan, 6 xil ximiyalik tarkib qo'shilmagan sap o'simlik darajasidagi mahsulotlar. Hozirgi mahsulotimiz ayollar shaxsiy parvarish ilmi. Bu mahsulotimizning eng asosiy roli HPV, ya'ni paliyat qurakni tizginlash, paliyat qurakning oldini olish ve her xil yalluq, paliyatli yalluq qatorliq ayollar kasalliklarining oldini olish roli unumi favqulodda yaxshi. Mazg'ablik yuz suyuqligimiz giralishib yalluqlanishning oldini oladigan, oilada ayollar o'rtaq ishlasi bo'ladigan o'simlik tarkibidan, javharidan ilingan, ro'yobga chiqarilgan mahsulot. Tozliq qog'ozi, qorlaylisi, grafit olkin yaproqchisi tozliq qog'ozimizning boshqa mahsulotlarga alayda unumi yaxshi, sumirishchanligi yaxshi, havo o'tishchanligi yaxshi. Mushundaq mahsulotlar endi tuvanda mushu naq maydondan ikkilanib taklif qilib, qiyirliqni kechiktirish mahsulotini sinab bermoqchi. Ko'rishni xohlamsizlar? Naq maydonda ko'rib boqinglar bormi? Endi bu mahsulotni naq maydonda sinab berishga sabab nurg'unlaringlar endi bu mahsulotning biz unumli tarkiblarini angladinglar. Unumini yaxshi dedik, lekin zodi qanchalik yaxshidir. Şu an şeyde naq maydon sinab qilib bermoqchi, boshqa mahsulotlarni sinab qilishning imkoni sal yo'q. Bu mahsulotning sinaqni qilishga ozroq vaqt ketdim. Mushu jarayonda men bizning mushu shaxsiy parvarish mahsulotlarimizni texnik sistemalik yaxshi tushuntirib berish uchun bizning doktorimiz Zuhra doktorni sahnaga taklif qilay. Biz ana sinaqni qilgash va mahsulotlarni texnik yaxshi tushuntirib bersa. Salam barcha Gulchiray xonim qizlar, ailemizning to'rik bo'lgan bardam yigitlar, ammanglarning kelgan qadimiga marhaba. Men Zuhradan ammanglarga mehrlik salom. Bugun sizlar bilan
o'rtoqlashmoqchi bo'lganimiz Liyanda mahsulotlari, ya'ni ayollar parvarish mahsuloti, tozalik qog'ozi, juiy suyuqligi. Men bu narsani oldi bilan qo'limga ib turib bir tushuncha bersam, Liyanda mahsuloti qandaydir bir markani opirib ishkirsiga qopning teshiga chaplatib ekalgan mahsulot emas. Bayam Husaynjon apandimiz tushuntirib o'tib ketdi. 8 doktorninki, men 24 yillik dorigar, kasbiy dorigar. Uningdan boshqa o'riyat doktordan iborat mushu yana 7 doktorimizning maslahat orqali buni ishchiga ishlatgan butun materiallarni biz zodi cho'qim haqiqiy sifatlik bo'lgan xonim-qizlarga sog'lomlik ato qilish maqsadida sizlarga sunib turibdik. Mishli bilan sizlar bilan bir o'rtoqlashsam. Ma'lum mening qo'limda to'g'ni ayollar parvarish mahsuloti, ya'ni yilimsimon holatdagi parvarish mahsuloti. Hozir mushu atrofimiz qaragan bo'lsak, mush ayollar sog'lomlik mahsuloti bo'libmi? Ayollar parvarish mahsulotlari intayin ko'payib ketdi. Buningki endi asli tarkibi zodi qanday? Buningki haqiqiy unum berish iqtidori qanchalik? Buning qarta sizlarga hozir bir tushuncha beray. Mahsulotimizning 15 millionlik sug'urta kapolati bor. Bu tarkibga biz cho'ng 4 yadroliq tarkib, 7 o'simlik tarkibni aralashtirdik. Buningki cho'ng yadroliq tarkib bo'lsa, birinchisi o'simlikdan ayirib olingan silin. Ya'ni bu silin xalqaro meditsinada nurg'un yil tadqiq qilinish orqali mushu xonim-qizlarning balyatqi bo'yni rakining oldini oladigan ham davolashni asos qilgan tarkib. Ikkinchi tarkib bo'lsa biopipid. Amaliyotda bu biopipid odam badanining o'zida bo'lgan ma'lum bir tarkib. Lekin bizningki mush yaqinqi necha yildan beri mush telefonga tayinib qolish sababimizdan vaqtida uxlamaslik, andan keyin xonim-qizlarningki tabiati aslida ochiq mayil bo'lg'achqa, mush ochiq yemak bilan jiqiy sababidan badanimizga bu xil tarkib barbara chekinib, bizda ma'lum kasallikni paydo qilyotdi. Üçüncü tarkibi bo'lsa oltin yaproqcha. Oltin yaproqchining bo'lsa qon tomirni jonlantirish. Andan keyin o'lgan hujayralarni qayta tirildirish roli bor. To'rtinchisi bo'lsa qizil guruch. Ya'ni qizil guruchdan ayirib olingan tarkib. Qizil guruch bizningki iste'mol odatimizda yo'q, lekin buningki doğruluqimiz intayin yuqori. Ya'ni birisi qon to'liqlash roli bor, ya'ni birisi qon tomirining elastikligini oshirib berish roli bor. Buni ishlatish orqali biz mushu parvarish mahsulotimizning balyatqining ichiga kirib, singishchanligini oshirib berish maqsadida mush 4 xil yadroliq tarkibni aralashtirdik. Ma'lum mening qo'limdagisi 15 millionlik sug'urta kapolati mana. Endi bir mahsulotga bundoq 15 millionlik sug'urta kapolati bilan mahsulot ishlab chiqarish uncha oson emas. Liyanda mahsuloti bizning davlatimizga 6-avlod ishlab chiqarilgan Xinjiang bozoriga tunji qatim elib kirilgan balyatqi bo'yni rakiga qarshi holatda ishlab chiqarilgan yilimsimon holatdagi parvarish mahsuloti. Hozir endi nurg'ulg'an xonim-qizlarimizda mush kasalliklar nihoyatda ejab ketib bo'libmi? Kundan kunga yoshlashib, kichiklashib ketib. Do'lan shirkati mush tarafni ko'z tutgan asosda barcha xonim-qizlarimizninki sog'lomligini saqlab qolish uchun asl bir oilaviy parvarishni barpo qilish uchun Liyandadan iborat bu parvarish mahsulotini sizlarning huzuriga sundim. Bu parvarish mahsulotimiz mana ko'rib turibsizlar. Bunun uğralması adetki so'lyo uğralma emas. Ma ko'rib turibsizlar, mavu yemeklik aladigan, yemeklik o'raydigan alyuminlik o'ralma. Buni nima sababdan biz so'lyo o'ralma ishlatmadik deganda, chunki so'lyo holatida so'lyoning tarkibida mushu badanga ziyonli bo'lgan, ya'ni rak hujayrasini paydo qilgan tarkiblar bo'lg'achqa, mushning o'ralmasiga alyuminni ishlatdik, alyuminlik o'ralma ishlatdik. Uningdan boshqa ma qo'lamki ma shprislik holatga men ko'rdinglar, mavu qandaydir qattiq so'lyodan ishlangan emas, bumi kauchukdan ayirib olingan, mana shu shprisimi buningki kauchukdan ayirib olingan. Mumkin bo'lsa, men bir stakan qaynoq suv bergan bo'lsam, jilman qaynoq suv bergan bo'lsanglar, mana bir erishchanlikni ko'rsatgan bo'lsam, xonim-qizlar mishiyatdan boshlab bersamda purqini purab baqsanglar his qila olasizlar. Buning tarkibidagi haqiqiy bir doğruluq o'simlikning borligini, buningga yana aman, yalpoz, seriqarcha
Onundan başqa nargulur qatarlıq muşu bizningki meyli Cumhuriyet ibadetimiz olsun, meyli Şiit ibadeti olsun ve yaki bo'lmasa bizningki muşu milli ibadetimiz olsun, esldan işletib kelayotgan doğruluq o'simliklarni ham material qilish orqali haqiqiy sifatlik bo'lgan xonim qizlar parvarish mahsulotini barpo qildik. Puraq qanday his qilardingizmi? Puraq qanday? Haqiqatan ash to'g'risini ko'praytgan. Mani hozir mushtan ishchiga tukab ko'zlab, men erishganligini ko'rsatmoqchi. Hozir chunki bunda bir xil yilimsimon alat ishlab chiqarilayotgan, bunda mahsulotlar intayin jiq, teshib qarasanglar, opma o'xshash. Biroq ishchiga ishlatgan materiallari sifat jihatdan buningga kapolat qilib bo'lmaydi. Endi xonim qizlarningki bolyotqis bo'lsa, bu biz uchun jiltiz o'rin. Bu yerga biz udul kelgan xalqan narsani ishlatib qo'ysak, nurg'un kasalliklar biz o'ylashmay, ba'zini o'ylashmay, anandekin tiz unumini o'ylashib ishlatib qolganlikdan hozir mushu balyotqi bo'yni rakki yoki bo'lmaganda mush ayollar kasalliklari kundan kun kichik yosh analarimiz ko'rilib qo'yotdi. Aslida ayollar kasalliklari aslida 50 yoshda oshqonlarda ko'rildi biz kichik vaqtda. Hozir bo'lsa endi to'y qilgan qizlarda ko'rilib qo'yotdi. Hozir men ko'rib turdilar, ama erib bo'ptim yo'qmi? Hozir quzib qo'yganimizmi shu? Men mushni bir sizlarga bir ishchi ko'rsatay. Aslida bu sirtidan ishlatadigan bu narsaning ishimiz cheklangan, biroq buning haqiqiy bir sifatlik yemeklik darsiga yetgan mahsulot ekanligini sizlarga bir ko'rsatib berish maqsadida men ish bermoqchi. Lekin boshqalarga men bu tavsiyani qilmayman, ishsanglar bo'lmaydi bulardan. Lekin men ish beray. Rasma. Nayt üsfetlik bo'lg'achqa qo'rqmagan holda men o'zim ish berdim, chunki buning boshdan oxiri ishlab chiqarilish jonfonlariga men o'zim qatnashganligim uchun ko'nglimga shak keltirmagan holda men ishchilar ko'rsatdim. Lekin boshqalarga ishni faqat tavsiya qilmaymiz. Anondagi ikkinchi bir maslahatimiz bo'lsa, tozalik qog'ozi. Mushu ayollar kasalliklari tozalik qog'ozini to'g'ri tanlamaslikdan, anondagi tozalik qog'ozini to'g'ri ishlatamaslikdan paydo bo'ldi. Abiyada to'g'ri tanlamaslik degan vaqtimizda, ammo qo'limdagi mushliyanlarning tozalik qog'ozi ko'rib turibsizlar. Mushumi alyomillik o'ralma. Anadagi buning mushu eg'izni etish uchunmi miyaga odatda yilim, yemeklik yilimi, andin sanoat yilimi deb ikkiga ayrildi. Sanoat yilimi bilan ishlatgan narsani bir qatim siz chaplab ajratsangiz qayta bu chaplashmaydi. Ikkinchi qatimda bo'lsa, mana biz yemeklik yilim ishlatganligimiz uchun toki siz mush qog'ozni ishlatib bo'lguncha meniki chaplaq ajrab ketmaydi. Bundan qilishki maqsad nurg'un xonim qizlarimiz tozalik qog'ozni birsi somkaga olib yuramiz, yan birsi tozalik uyda qo'yamiz. Am tozalik uyining o'zini men deymsan bizlar mikrob ishlab chiqargan o'rin. Anda somkamiz bo'lsa hamma narsa bor. Buni nayte o'ylashgan holda mushu o'ralmaslig'imi alayda ahamiyat berdik-chi. Mana hozir men necha qatim echib yotdim ko'ravatsizlar-ku. Andan keyin mashidagi qog'ozni mana qo'limda ikki xil qog'oz bor. Bu ma'lum marketdan, ya'ni biz eng yoqtirib ishlatib evatgan qog'ozlarimiz. Ma bo'lsa liyandaning qog'ozi. Meniki o'ralmaslig'imni diqqat qilib baqsanglar his qila olasizlar. Ma qog'ozniki og'izning etilishini ko'rdinglar, ko'gil bo'ldi-ku, aniq ko'raldinglar. Anadaki mavul liyandaniki mav qog'ozni qarab baqsanglar men his qila olasizlar. Uningdan boshqa buniki mush qog'ozning o'zigimi mana. Mashagimi chaplaqning o'ziga yemeklik yilim ishlatdik. Anadaki mush teshig ishlatgan mas so'liyosimi odatki so'liyo emas, mushu kauchukdan ayirib elingan so'liyo. Anadaki ma qog'ozning farqini men ko'rsatib beray. Men o'xshash usulda ichyapman, lekin xil tas ichyapman. Mana men eliqi qandaydir chet qilish bo'lib qolmasin deb shunchalik avaylab qo'yapman, ko'ravatsizlar. Anadagi mavo ma'lum markaniki teshig o'ralgan so'liyo qolsa, mavo so'liyomika his qilardinglar-ku. Andagi mani men kauchukdan ayirib olingan so'liyo dedim. Ko'rdinglar-ku? Men so'zlashganligini, elastikligini ko'rdinglar? O'xshash usulda tatib o'taman.
Andan muş keyin işletken muş çaplaqma yana yemeklik yilimi. Men demişkim muşni sizlarga birdan bir ko'z birvatmaydigan vaqtimizda bu intayin muhim narsa emasmi? Nurg'un xonimlarimiz mush ayollar kasalliklari mana mush biz diqqat qilmaslik sababidan kichikkin diqqat qilmasligimiz sababidan ayollar kasalliklari hatto to'y qilmagan kichik qizlarimiz ham ko'rilib qoladi. Andan keyin ma qog'oz ishlatgan vaqtimizda ba'zi xonim qizlarimiz menda odat intayin oz deb bir savasa buni bir kun qo'yib qo'ygan ahvol bor. Bu intayin xato bo'lgan ahvol cho'qim bir soatda bir qatim almashtirib turishni tavsiya qilamiz. Ben manınki tecrübesini işlep birishini layık görgen, bırak ma vaqt sal qıstab qaldı, şuna vaqtni sal qısqataylı deb men bu tecrübeni to'xtatib etdim. Andan keyin bizning bu tozliq qog'ozimizning yana bir alaylik nada deganda buningga graf alkin bilan qarlaylisi ishlatdik. Graf alkin degan nima degan chaqda bu 2006-yili Yaponiyadagi ma'lum bir tadqiqotda Nobel mukofotiga erishgan. Graf alkin bo'z o'zligidan langan, ya'ni ko'k nur hosil qilish roli bor. Buningda buni qilishga maqsad nima deganda xonim qizlarmish odat mezgilda intayin tiz yuqumdi. Chunki bizning ichimizdan kelgani bu qandaydir pokiz qon emas, bedanimiz saqlanib qolgan, mehnat qon bo'lganligi uchun mushu o'ttirsiga mana ko'rib turibsizlar bir uzak qismi bor, rangi ayrim. Mush o'ttirsiga graf alkin bilan qor laylisini material qildik. Qor laylisining nimno roli borligini sizlar obdan qislar qor laylisi mush har xil bug'um yalliqlari asosiyatan yalliq xarakterli kasaldan kelib chiqadi. Biz bu yerga graf alkin, andan qor laylisini ishlatish orqali birsi xonim qizlarning ez mezgildagi yuqumlab qolishdan saqlanishni, yana birsi ez mezgildagi bearamchilikni tugutish uchun o'ttirsiga mush chiqil mahsulotni ishlatdik. Andan keyin juy suyuqligimiz bo'lsa, mag'zablik alet ishlab chiqarilgan juy suyuqligi amaliyotda mushu jinsiy yo'lni qo'g'dab turgan tuvan ishqarliq tuvan bakteriyalikdagi ma'lum mikrobli bo'ldi. Lekin buning biz diqqat qilmagan vaqtimizda mush juy suyuqliklarini to'g'ri tanlab ishlatmagan vaqtimizda mushningdan yana yuzimizga qaytadan bir kasallik chiqib qoldi-ku. Endi biz bu juy suyuqligimizni birsi mag'zablik alet qilib ishildik. Yan birsi buningga alayda 3 xil tarkib, ya'ni Usti Quddus, Yovjuhar guli, Abdumilik mayi. Bu yerda Usti Quddusning nima roli bor degan chaqda Usti Quddus birsi nervni tinchlantirdi, uningdan boshqa bakteriya o'ldirish, mikrob o'ldirish roli bor. Yovjuhar gulning bo'lsa deganda Yovjuhar gulning kimi ma'lum mush bakteriyalarni, zemruqlarni o'ldirish roli bor. Andan Abdumilik mayi bo'lsa terlarni siliqlash, terning elastikligini oshirib berish roli bor. Bu to'g'risida men bak tafsil so'zlaydigan bizning ma'vu erlarmi borkan, ba'zi yerda men so'zlashni sal qisqartib o'tay. Amsi mush maslahat to'g'risida azroq bo'lsin tushunchaga ega bo'lgansizlarmi? Amsi bundan keyin tanlashinglar cho'qimlanda, shundaymi? Men va'danglar turinglar. Ma'qulamsa, rahmat. Yuqorida bizning Zöhra xonim bu mahsulotimizni tushuntirib o'tdi. Bizning Liyandaning shiori sog'lom ayol, go'zal ayol, illiq oila barpo qilish. Bizning buningdagi nishonimiz xonim qizlarimizga sog'lomlik ato qilish. Shu xonim qizlarimiz qozon beshida turgan shu oilaga illiqlik ato qilish, pokizlik ato qilish, mehr muhabbat ato qilish. Liyandaning shiori menga o'zgarmaydi. Burada bizning temlik başlamçımız Liyandaning qurg'uvchisi bizni bugun mana bu yerga jam bo'lishning asosli sababchisi Adila xonim o'zi naq maydonda tajriba qilgan mana 100 asrash mahsulotlarimizning naq maydon tajribasini Adila xonim sizlarga bir tushuntirib o'tsin. Mana hozir butunlay qurib ketmadi, vaqt munosabati bilan hozir ko'ralasizlar. Ekranni qo'yish imkoniyati bo'lmadi. Hozir men bir taraf bilan sinab qildik. Ikkili qizning bu qizning yuzi bo'ymayapti, bu yoqniki mana so'l tarafnikini qildik. On tarafdan. Hozir ko'ratsizlar, mana qosh taraf ustiga ko'tarildi. Ma yuz shakli hozir ustiga tortildi. Ko'raldinglarmi? Demak, bizda bu mahsulot orqali oilangizda mikro o'sin tuzatish unimiga rostli yetalaysiz. Endi hozir men naq maydonda ko'rib turibdim. Biz xonim qizlarningki eng bak ansiraydiganimiz, biz eng
amraq terimizning tez qerib ketishi shundaqku. Xanım qizlarning bir ömür tirishadiganimiz, mushu terimizga eng qimmat baholiq narsani epishishimizga sababmi terininki tez bo'shab ketishi, tez sangilab ketishining oldini olish. Endi hozir sakniga yoshmi nihoyat kichik, o'zini nihoyat chiroyli ishki modelni tanlab chiqyaptik. Balkim bularning yuzida yuz ko'tirish unumi balkim bundaq alohida ko'rilmasligi mumkin. Chunki men buni opamga ishlatib baqdim o'zimning. Chunki bizning opalarimiz 50-60 yoshga kirganda hamda teri tabiiy qeriydi, sangilaydi. Endi bizning onalarimiz ayni vaqtda bizga o'xshash terini asrashga pek ahamiyat bermagan. Shunga ularning terisida sangilash nihoyatda ko'rinarli bo'ladi. Men opamning bir yuziga sinab mushtaq tajriba qilgan. Mening telefonimda bor u ko'rinishda. Hozir mush qizlarning mush terisi nihoyatda yumron chiroyli tug'an bu ishki modelning hozir yuzida ko'rib tursanglar bir qash bilan, yuzning o'ng tarafi bilan so'ng tarafida mana ro'shan farq bu yoqda aniq farq bor. Intayin hozir qanday his qilasiz yuzingizni? Zimni o'ngtirib biza tortishib ketgandek his qildim. Sizningchi ustiga tortyapti. Mushtarab ustiga tortyapti shunday qo'yam. Endi nurg'unliq vaqtlarda bizningki xizmat aldirashligida, turmush aldirashligida kutunli salonlariga berib, yuz asrash salonlariga berib davomli yuzimizni yuqori fan texnikalik uskunlarda, yuqori qimmatda asrashga vaqtimiz yetmaydi. Bo'lsa, oilada bir oddiy asrash usuli bo'lgan bo'lsa degan o'y hammamizda bor. Hech kim qerishni xohlamaydi. Shuningga bizningki eng avval liyandaning qerishga qarshi turish mahsulotini ishlab chiqarib bozorga silishlik sabab nurg'unligan, go'zallikka intiladigan, yoshligini qo'ldan berishni xohlamaydigan xonim qizlarimizning teri masalasini hal qilish sababidan bo'ldi deb qarayman. Ishki model qizimizga naq maydonda turib ko'pchilikning oldida mahsulotimizni ishlash bilan yuziga sinab yiqishga jur'at qilgandan, bizga ishongandan yana bir qitim suyundim. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Amjizlik bo'ldi. Sizlarga o'sha liyanda mahsulotlaridan bir qutida so'qsak ashkalarga shunaqa. Bundan keyin liyandan texmo qo'llab-quvvatlab berishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Bo'ldi oxirida shirkatning qonuniy vakili bizningki liyanda mahsulotlarimizninki ro'yobga kelish uchun qon tarini singdirgan, o'zining oilasini, farzandlarini xotirjam qilib qo'ygan ahvol ostida ishkir o'liklarda 3-4 oy mahsulotning ustida turib, oilaga qaytmay turib, men bir mas'uliyat bilan tutgan ekanman. Bu mahsulot cho'qim do'lanning yuzini to'kmagidek ahvolda ro'yobga chiqish kerak degan umid bilan mushu mahsulotning ishlab chiqilishidan tortib oxiriy mushlarning qo'linglarga yetib kelishgacha yuraklarni singdirgan Adila odamga yana bir qitim rahmatimizni chavaklarimiz orqali bildiramiz. Rahmat sizga. Yuqorida maqsad to'g'risida tushuncha bergan bo'ldik. Albatta bizning xalqimiz, biz Shinjongliklar naqshi usulsiz, ko'zki chaqchaqsiz bir so'ringa yig'ilgan emas. Har bir so'rinimizda mayli qaysi muddada yig'ilgan bo'laylik, chiroyli naqshlarimiz, larzon usullarimiz kam bo'lmaydi. Undaqda saknimizga Avtonom rayonlik yoshlar birlashmasining a'zosi, Avtonom rayonlik usulchilar jamiyatining a'zosi, Aqsu viloyatlik yoshlar birlashmasining muavin raisi, doim hay'at a'zosi, Aqsu viloyatlik usulchilar jamiyatining muavin raisi, Aqsu shaharlik adabiyot birlashmasining raisi, Aqsu Yipak yo'lidagi Marvoyit o'yin qo'yish shirkatining mas'uli sizni so'yiman. Nomli naqshlari bilan xalqimizning yuragidan o'rin olgan Aqsu xalqiga, mushu saknimizdagi har bir aylanga nihoyatda tanishlik bo'lgan kelishgan yigit o'zining chiroyli ovozi bilan bir naqsh o'qimoqchi. O bo'lsa Dilshod Xini, saknimizga rahmat. Salom. Aqsu diyoridagi barcha o'rtoqlar, do'st birodarlar, go'zal xonim qizlar, naqshni boshlashdan burun bir eg'iz gap qo'ydim. Musha masala orqali nimani tushundim deganda, obiyamga kirsam, hurmatli akamiz Odilgam turdi, Boridadam turdi. Voy, bu bo'ladi kim qildi? Bu bizning urutqonlardagi ham holat bo'ldi-da. Qarsam meni savolishim yusangan turdi-da bu yerda. So'ngni men olsam, voy, men mishaning dedi. Deb buni qo'shilib desam, bu shirkatning obraz vakili bizning Aqsu shahrimizning faxrli qizi, Aqsu shahri tug'ilib cho'g'gan. O'zimning urutqini savoqdishim Qalbinur Qayim xonimni turdi. Xo'sh, bugungi faoliyatimiz shunchalik ma'nilik, mushu go'zallik ustiga qurilgan bir faoliyat bo'libdi. Shundan men kelib shuncha xush bo'ldim. Men qisqa o'zimni suyman. Birinchi suydigan narsam o'zimni suyman. Lekin eng oliy suydiganim ota-onamni suyman. Mishadada mening hurmatli dadam, otamni o'ltirib o'tdi. Mushu gap qilish orqali
Yana sizlardan so'rab baxsam, meshada o'ltirgan xonim qizlar o'zingni suyamsizlar? Liyandani suyamsizlar? Xo'sh, men sizni bak suyman. Unda o'g'il qanasham etib beray? Ma'qul, bir suytaysizlar bugun. Xo'sh, davomingizning qadr o'rniga sizni suyman kuyimiz bilan boshlab ketamiz. Marhamat sizlar uchun.
Cevap var mı? Rahmat. Çoğunluğa rahmat. Köpten köp rahmat. Rahmat Dilshod. Yuqorida o'yin kulki bilan, chiroyli usullar bilan kayfiyatimiz texmi yuqori ko'tarildi. Mana bugun bu yerda biz yig'ildik, dolarni tushandik, liyandani tushandik. Balkim naq maydonda o'ltirganlar mana shunday bir kollektivga qaytilsak, bizga zodi qanday foydasi bor? Bu kollektivga biz qanday qaytila olamiz? Mushu maqsadga qanday vakolatchi bo'lamiz? Bu maqsadga vakolatchi bo'lsak, bizga nima foydasi bor? Bek yuqori qimmat bilan kiramizmi? Yoki bizga o'xshash oddiy oila ayollariga egalik tiklash o'yi borlarga nisbatan biz qanchalik mablag' bilan mushturga qaytila olamiz? Dastlabki maqsad bozor silinayotgan vaqtda bizga yana alohida mukofot va imtiyozlar bormidi? Jumladan bugungi kunlikda pul sanab, mushu kollektivga qaytilsak, bizni yana qanday xo'shalliklar kutib turayotgandi degan o'ylarda bo'layotganlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, bizning mana mushu guruhning yetakchisi Şinjan Maliye İqtisad İnstitutining uzun yillik tajribalik oliy lektori, shundaqla davlatimiz ishchilari emas, mamlakatdagi eng ilg'or korxona boshqarish texnikasini o'rganib kelib, korxonamizdagi talayilgan korxonachilarningki mazmut qadam bilan olg'a ilgirishda bosh maslahatchi bo'lib kelayotgan bizning suyimli Nurgul muallimimiz Liyanda markasiga faqat maslahatchi emas, balki Liyanda markasini o'zimning markasi deb turib, mablag' sep turib, mana mushunga bosh bo'lib mang'uchi. Albatta bir to'pni boshlab mangan kishining kasbiy sapasi, axloq sapasi, uningki odamiylik intayin muhim. Nurgul muallimni taniydiganlar intayin ko'p deb qarayman. Undaqda biz qizg'inchiliklarimiz bilan Nurgul muallimni bizning Liyandadagi katta imtiyozlar haqida so'zlab berishga taklif qilgan bo'lsak, eng yorqin shabaklar Nurgul xonim uchun. Aqsu diyardagi barliq aziz qarindoshlar, qarindoshinglar Nurgul muallimdan hammanglarga sig'inib o'tliq salom. Azizlar, o'rtirib mishada ana to'g'riliq bir gap qilib kelib qoldi. Ananglar uchun o'rtidinglar, men uchun emas. Arzamdi. Ana desa kimning qalbi tavirmaydi. Biz hozir hammalar ana uchun o'rtidik. Men mishada anam uchun o'rtiryapman. Liyandada bugun naq maydonda vakolatchi bo'lsak, sizlarga ikki kat cho'ng mukofotni olib keldim. Chunki naq maydonning hurmati boshqacha. Aşı yurtlardan, kelpinlerden, yakellerden, mekitlerden, bizdeki ürümçilerden muş palet için kelgen. Qandak itibar siyaset bağdı. Ata-anamның hayat vaqtida bir gün burun üzümden yaramlıqken ispatlaydıqanға qandak fursat berem Liyanda mağdaydigan ümit kütken yaşlarımızga, azizlerimizga, sizlarga xoş xabar deb kelaya. Liyandaның vakolatchilik ölçümü 4 derece. Biz bunu mening xizmatdoshim Abdurahmon doktor Shanxaydan Xıçında bir xızın. Bu 12 yıl muş ündar sorsasıga formatı süratgan Salpen şu. Bir xızın kanzu qarindoshimiz Abdurahmon muallim men 3 aylan nurg'un Şinjandagi mengvatgan, yaxshi mengvatgan, xilyamas ketayotgan yerlik korxonalarning tor savdogarlarining ündar korxonachilarning savdo endisi selishtirish orqali biz yangi chiqqan ekanmiz. Yangining yangicha xosligi. Boshqalar sal qaragan yuchuqqa biz sal qaramay uni itib turib mükemmel bir mukofot uzum chiqishimiz kerakda. Biz 5 oyga yaqin jiq selishtirdik. Cho'ng sonliq ma'lumot analizi olib bordik. Shu asosda biz Liyandaning o'zi xos boshlar aldirib do'ramaydigan ajoyib yaxshi bir mukofotlash tuzumi, vakolatlash tuzumi chiqardik. Bu bizning 5 oylik qan tarimiz badal keldi. Şinjanni jiq selishtirdik. Nurg'un korxonalarning ishkining allaqachon to'yinib ketgan, jigiyi pul tep ketgan, shanx jitim bo'lib ketgan korxonalarning savdo endisini selishtirish orqali Liyandaning savdo endisini mukofotlash tuzumi tuzib chiqdik. 4 daraja bo'yicha bo'lamiz. 6900 lik vakolatchi. Hozir da shuni o'quvchilar da sho'san bolalar tozliq qog'ozini yuzyo'lig'ini setish uchun qumdek kirketida. Andan 6900 59,000 128,000 380,000. Bizning tunji oylik tunji dağını Liyanda tug'ildi dolanning qo'yindan Liyanda chiqdi degan bu dağını chaqan tunji qadamimizda o'lchamni to'varaq qildik. 6900 lik o'lcham atigini 18900 ga chiqdi. Avu 380,000 1 million 3 millionga sakraydi. Şuna fursatni dastlabda chim tutib olganlar az tanarix az chiqim bilan
muvaffaq bir sanaga erishib olamiz. Nat oltin sanaga erishib olamiz. Yaqin 5 yildan buyon ko'proq darsim, mulozimatim to'rda bo'libdi. Bu to'rt savdogarlarga, undar vakolatchilarga dars o'tish jarayonida shuni payqadimki, chunki biz salmoq ma'lumot analiz qilamiz uchun bekchiq korxona avval bizda bor. Qarasak, har qanday bir sistema, meli nim markaning bo'lsin, haqiqiy süzüp chiqargan, gap anglagan, qasriq tashlagan, moslashalgan, ham haqiqiy erishman deb cho'rinchani besib harakat qilgan shu 50 ga 100 nafar qizni haqiqiy million qilayotganmiz. Siz 50 ning 100 ning ichida bormi yo'q? Mush ichi kirish kirmaslikni qaror qilish o'zingizdan. Chunki bu tur yangi tur. Qandaqdir 1 yil bo'lgan, 2 yil bo'lgan, uyabiyada ancha-muncha bazoqalanqanlik paydo bo'lgan, tunib qolgan tur emas. Yo'q, yangi tur. Shunga haqiqiy boyuldigan 50 nafar, haqiqiy boyuldigan 100 nafar qizning ichiga kirman desanglar, men Liyandadagi yo'q yangi fursat, yangi tur oldan turibdi. 4 darajə bo'yicha vakolatchilik o'lchimini bekitdik. Andan buni inchki mukofotlarni, yillik mukofotlarni bizning haqiqiy o'lchamlik vakolatchilik tubida oshkorlaymiz. Bugun naq maydonda qaysi darajalik vakolatchi bo'ling? Qaysi darajalik vakolatchi bo'ling, ha? Birinchi eshitgan paydanglar Shanghai, Hangzhou suvchilarga berib boqmaganlar. Cho'qim bir beringlar. Taraqqiyot topgan shaharlar, xalqaro shahar bizning vatandagi, ha? Shanghai universitetiga, Shanghai Fudan universitetiga, Shanghai Jiaotong universitetiga aparmiz. 20 kundan qo'shimsiz yerildirish, kengaytirish, rahbarlik seni yetildirish degan ikki temada Shanghai Fudan universitetining o'zida dars anglash slaytini hozirlab, shu dars anglashlar 8 kunlik Ügünün sayat seferi sizlerge haqsiz soğat. Bugün naq meydanda vakolatchi bo'lganlarga. Qimmati 13 ming qimmatdagi Shanghai sucu sayati bugün naq meydanda vakolatchi bo'lganlarga haqsiz so'g'at. Chunki sayatni qilamiz, sayyohga berib ketdik. Sayat tipik bir sayat o'rni, Goji Liu Chengshi bu. Asosan dengizni ko'ramiz. 5 yulduzli mehmonxona, 7 yulduzli mehmonxona ko'ramiz. Xuddi Amerikaning Las Vegasdagi o'ynaydigan bir yer. Lekin Shanghai Hangzhou basanlar taraqqiyotni ko'rsizlar, ma'rifni ko'rsizlar, texnikdagi ilg'orlikni ko'rsizlar, har dunyodagi besiz kuchli korxona ko'rsizlar. Shunga Shanghai Hangzhou sucu sayati bugun nahmadan vakolatchi bo'lgan barliq azizlarga 5-ni oxir biz o'pchi qo'shin bo'lib ma'amiz so'g'at. Ikkinchi bir katta so'g'at bugun nahmadanning yuzi hurmatiga ikkinchi bir katta so'g'at. Asli qimmati 19800 yuan qimmatidagi 3 kunlik nahmadan tarbiyalashi. Ürümçide 6. aydan 4-5-3 gün buldu. İntan katta 5 yıldızlık mehmonxonada yatırımlarını şirket götürüp 5 yıldızlık mehmonxonada 3 gün terbiyeleşip yaparız. Qaranglar, güzel kızımız Adile var. Adile gap o'rlashtirish, so'z amaliyatin hammamiz lol oldik deyman. Meningmi ifodalashim shu Adile qizdek bo'lsa, shunchalik yumshoq, yiqish gap qilsam deymiz. So'z san'ati yaxshi emas, qobiliyati yaxshi emas qizlar, mas'uliyat qanday tashviqot qilasizlar? Qo'shinga qanday ta'sir qilasizlar? Rahbarlik kuchini qanday oshirsizlar? So'z qilishni bilmasanglar, undar so'z bo'lsin yoki yangi setish andisi bo'lsin, sal kuminib qolasizlar. Shuning uchun Adila qizimiz maxsus notiqlik nuqtasidan Ko'say Yanjang nuqtasini darsdi. Men qo'shinni qanday qilib tiz kengaytsa, 5 kishidan 5000 dan 50000 kishilik qo'shinga kengaytsa deydigan mening 18 yillik kasbiy hayotimning javohirini sizlarga sunaman. Abdurahmon Pattar muallim satmay qo'ymayman degan yutburdi. Abdat muallim psixik bilan o'ziga ishlash nuqtasini o'tib, biz 3 kun naq maydon darsi, kunduz 2 kecha deymiz. 6 soat, 12-1 soat. Naq maydon darsiga sizlarga o'rlashish qildik. Bugun naq maydon vakolatchi bo'lgan, faqat bugunlama, ertasiz 19800 ni to'lab, garchi qaysi darajada vakolatchi ketding, o'qish pul to'lab bizning 3 kunlik naq maydon darsiga borsizlar. Bugun naq maydonda vakolatchi bo'lgan do'stlar, 6-aydan 4-5 oldidagi juma, shanba, yakshanbadagi 3 kunlik naq maydon darsimizga haqsiz qatnasha olasizlar. E'tibor bersam deyatim, nima tatbiq gaplarni so'g'atqanda ma'lum deb. Mana shu o'zgarishimiz uchun, yaxshi fursatlarni tutishimiz uchun mush 2021-yilda o'tgan yildagi sal qargan nuqtalarimni sal to'liqlab, o'tgan yildagi men bilan bu yildagi menda azaq o'zgarish qilish uchun tinim topmay fursat izlayotgan do'stlarimizga yaxshi fursatni akaldik. Ham bugun naq maydonning hurmatiga ikki e'tibor siyosatini akaldik. Birisi 10 ming qiymatidagi sayat, birisi 20 ming yuan qiymatidagi o'rganish fursati. 4 kat ustozning 40 ming ustunglar degan gap bugun. Hammalarning yonjig'ida 5 ming, 10 ming, 50 ming pul bor. Yaxshi tur topsam mablag' solamiz deymiz. Unda bo'lsa mablag' saqa vaqtimizda biz cho'qim o'ylashgan to'ngda bir qancha amilni cho'qim eslarda o'ylashinglar. Birinchisi, ma ish e'tibor siyosatini tutib oldinglar, fursat chiqib tutinglar sal turib.
Qaranglar, bo'z mushlim saqlayinglar. Bu bir ömür mablag' silishingizga esqatdigan maslahat. Chunki Nurgul Ma'lum korxona maslahatchisi. Nurgul Ma'lum qilgan mushu korxona boshqarish bilimlari maslahatchilik kasbim. Shuning uchun mushni sizlarga yetkazib o'tay. Sizlar kelgan misha kelgan bir so'g'it olsun. Yaxshi turib tanlagan vaqtimizda biz sahani to'g'rilishimiz kerak do'stlar. Sağlamlık, güzellik temisi ölemde ölmemdi. Mengü ölmeydi. Shuning uchun biz sağlamlık, güzellik sahasida menvatimiz bu tema mengü ölmeydi. Hem hükümetning mo yeşil chirig'i bor. Mangdamni bir dokkuna qizilchiroq quchirmaymiz. Sağlamlık, güzellik temisiga hükümet alohida ahamiyat beradi. Sifatlik, badan shakli yaxshi, immun kuchi yaxshi. Sağlamlık emas, haqiqiy sağlamlık o'ziga mujassamlangan Junhua ili bo'lgan, Junhua puhrasi bo'lgan deb bizning ulug' raisimiz Xi Jinping Shujimo mangdamni bir da'vat etdi. Sağlam jungo qurib chiqishnago. Unda bo'lsa saha to'g'ri. Ikkinchisi shirkatni yaxshi tanlaymiz do'stlar. 50 ming pulingizni xato shirkatga istab qo'ysangiz, 3-4 yildan keyin shirkat yo'qolib ketsa, milingizdan langtala qolsangiz siz uchun bir alam. Men ko'z oldimda mushtaq korxonachilarni ko'rgan. Mushtaq korxonachilarni yetakchilik qilgan. Mushtaqni so'zlagan. Lekin korxonachi xos buyuk jingshin ruh yo'q. Miyada 4 uy, ayar 2 dach qilib olsam, kartamda mancha milliondan keyingi mancha nol qo'yib olsam, yetarli deydigan bir rozimalik tuyg'usi bo'lib, o'ziga agashgan nurg'un qor ko'zlarni umidsiz qo'ygan yetakchilarmi, korxonachilarmi yo'q emas. Lekin Dulan 22 yil yoqib tinim topmay tirishayotgan, ham 22-yili, ya'ni yuppiyan turni sizlarga sunayotgan, ko'payayotgan, shaxlari kengayotgan, mustahkam bo'layotgan bir kuchli korxona. Biz boy dedik, Dilshod G'ani inimizdek Qur'on to'xtalgan 20 yoshlik bir shirkatga agashdik. Dulanning qo'lida barliq tashviqot bor. Liyenda bundan keyin endi men naqshida, men usulchida darin shu kiraraydi ko'rsizlar. Nurg'un programmalar Liyenda Dulanning qo'lini chiqachqa, avval kimni maqtaydi Dulan? Xalqni maqtaydi, o'zini maqtamdi. Xalqni markasini maqtamdi, o'zining markasini. Avval o'zining markasini maqtaydi. Eng olti vaqtni bizni qo'yib turdi. Tushuntamizlar? Va Yusanjon apandim shunchalik chiroyli ko'rinishlarni ishxon muhitini ko'rsatdi. Bizning zamonaviy ishxon muhitimiz, zamonaviy bevos ko'rsatishlarimiz bor. Bizning Dilxumor salonimizdek 2 milliondan ortiq Pintos va Vanhong qizlarimiz o'tirib, Liyanani tazliq qilsangiz anda olib ketasiz. Parvarishlikni qilsangiz tuxumda yashab yuzingiz chiqib ketadi. Eringiz qamroq olib ketadi. Material chiqishga ishlaysiz anda olib ketadi, manda olib ketadi. Chasib pulimizni Nurli Qodirmanning chichidan mojiq chachib ketadi degandek jiboni nepirdi. Maxsus vanxonlar sizlarga jibo qilish o'tadi. Mana shunga Dilxumor xonimni biz mushtaq pishqan 3 yildan buyon jibo shidayda allaqachon oldiga mangan mushtaq bir yetilgan san'atkor qizimizni obrazbeklik qilib akeldi. Xo'sh, bu ikkinchi omil. Uchinchisi qo'shin omili. Boya bizning Yusanjon inamizmi, o'zimi Yivuda cho'ng so'da qilgan inamiz. Yusanjonmi qo'shin to'g'riliq maxsus to'xtaldi. Doktorlar qo'shinimi maxsus parvarishimizni to'g'riliq to'plar kirib sizlarga maslahat yurdigan. Teri asrash mutaxassislarimiz bor. Fransiya Olaya shirkatiga marg'ubadek qizlarimiz bor. Aziliq 5 qor kiyim kiyib qolgan qizlarimizning birisi Fransiyada aspirant bo'lib kelgan qiz. Teri asrash kasbi bo'yicha hozir Guangzhouda rangli kirimimizning tadqiqoti uchun izlanmoqda. Teri asrash buyumlarimiz 5-oyning oxiri qo'llanilib tegadi. Qani chavak boshqa mahsulotlarni ishlatganlar kelmaydi. Xo'sh, qo'shin omil to'g'liq jiq to'xtalmaya. Andan savdo andizimiz bizning qandaqdir tipik undar savdo emas, qandaqdir bevosita emas, qandaqdir an'anaviy savdo emas. Bizning savdo andizimiz Shinshin Lingshu, yangi setish andisi. 400 demo qilamiz to'rda. Yer yuziga barliq xonalarga solamiz. Oyoqxona, grimxona, kutishxona, doktorxona, barliq xonalarga bizning maslahatimizni sasanglar, bir oyoqqa potqichlik kichik o'rin bersanglar, ash o'rinni berganingning hurmatiga vakolat cho'p kirdingmi? Sizning do'koningning ayg'ingning, sizning do'koningning kiyim-kechigingning setish sommasini oshirib bergach, maturaqli qo'shimcha kirim qilgan andiza turkum sizlarga deb beramiz. Vakolatchi bo'lsanglar, bu mahbetlikni oldiradigan ish yo'q. Bizning nurg'un qon tarbiyatimiz kelgan, bu bizning xosligimiz. Endi do'kon so'z hozir kasat, ancha buncha bir chiqamayotimiz, bir chiqishimiz ters bo'ladi. Unda dada qilib yo'q ketib, chambarak chiqaversak ishonch deb o'ylaymiz. Unda bo'lsa, barliq xonalar solgan andizilar, to'rda mulozimat qilgan andizi birlik kelgan Shinshin Lingshu moshi Liyandada bor. Taxmin inchik anglasanlar bizningki Shouchungshu Liyandaning o'zining abjaq ba Shouchungshu zatdi
Aslında bütün videoluk materialini ko'rib baqsanlar bo'ldi. To'plarimiz davomli so'zlaymiz. Bizning 6-avlod Xinjiang tunji kelgan, burunqi Xinjiang setayotgan emas 5-avlod. 1-avlod, 2-avlod, 3-avlod Ningjaolar. Bizning 6-avlod Ningjao. Aksi, dadisi 6-avlod Ningjaoni Zöhra xanım bir doktorluq salatini sözlü sal turib bizning 40 yillik mutaxassis Hürriyet doktorning og'zidan taqa anglaymiz. Demak, mutaxassislar guruhi mahsulot afzallik to'g'risida men ortiq so'zlashmay. Ondan eng muhim izlarim madaniyat. Korxona madaniyati deb anglaganmidinglar? Madaniyatli qizgan odat deymiz shunaqa. Shunamasmi? Putumuzdan beshimizga madaniyat purab turadigan shu gap so'zimizga ilmiylik, so'rin qatta kiyinish, hurmat, so'zimizga adab deganimiz madaniyatning ifodasi. Endi xo'sh, Liyanda ailasiga vakolatga kirsanglar, asli bizning hayotdagi ma'nimiz, yashashdagi ma'nimiz, maqsadimiz xushallik uchun, baxt uchun azizlarim. Korxona madaniyati o'zgacha bo'lgan Liyanda ailasida sizni arzu qilgan, tuzib qo'ygan baxt formalaringizni yishib birdi. Arzu qilgan uy oldim, itrof qilindim, mama sana chiqdim, tojni mama kiyib baqdim. Bugungidek Barli xonimdek o't chiqarib so'yandan qap o'tirib to'y qizi bo'lgandek usul o'ynaydim. Mama kadlak eydaydim. Ata-onamning hayot vaqtida bir kun bo'sh burun ana menda xotirjam bo'l. Men o'zimga emas, qandoshimga asqatqidek, sen nomid qo'ymidek qiz bo'ldim, o'g'il bo'ldim deydiganga ashtaq baxt orzuyimiz bordi. U bizning xushalligimiz, ata-onaning xushal bo'lsa, kulsa biz baxtli bo'ldik. Bir do'stimizga yordam qilsak, temir qarqonga qandoshimizga yo'l bersak, baxtli bo'ldik. Sayohat qilsak, baxtli bo'ldik. Esl bir to'y ko'ynak kelsak, baxtli bo'ldik. Kartamizga 5 ming o'sh kirim qilsak, baxtli bo'ldik. Mush baxt arzurimizni Liyanda korxona madaniyat sizlarga berib turdi. Mush madaniyat sistemasi orqali bir ayolning, bir erning bizga vakolatchi bo'lib arzu qilgan baxt arzusiga bog'liq narsani biz mukofotlash sistemasiga ekirib, bir insonning asl mohiyatidagi arzusini biz mukofotlash sistemasiga ekiramiz. Sizlar arzu qilgan baxt chevon xosidan chiqadi. Liyandada bu chevon xotishisi xili farqli tuzildi. Siz arzu qilgan shu 2021-yildagi muayyan konkurs moddiy arzularingiz, ma'naviy arzularingizni biz chevon orqali tushun qilib amalga oshirishga kuch olamiz. Xo'sh, andan mukofot tuzum, vakolash tuzumi, andan tarbiyalash sistemasi. Tarbiyalash sistemasi avval deyday, biz topda 2 kunda bir tarbiyalash qilyapmiz. Bugun mana bizningki Gulnar doktor, bizning o'lik darajalik vakolatchimiz Urumchida Gulnar doktor ambulatoriyasi Salomliqni asli keltirish markazi ochgan Gulnar doktor bugun topda dars var. Maxsus parvarishini to'g'ri so'zlab turdi. Kasbiy darslar kun to'plarimizda bor. Nahmadan tarbiyalashlarimiz halaqadak shart bilan, muayyan badal bilan 3 kun 4 kun Urumchida yoki nada vakolatchimiz jiq bo'lsa o'qitishlar shuga berib, shu yerdan nahmadan tarbiyalashlarni olib boramiz. Ishkidagi o'g'ni sayohatimizmi Shanxay Fudan universiteti bo'ldi. Yarim kun Shanxay Fudanda, yarim kun Shanxay Jovdada, Shangshoyning o'zida Dashoy yo'lini qo'zg'atib, o'z balalarni evilib, Ashiya Dashoyning o'zida isil sinfida o'qishlarning darsini anglaysizlar. Demak, o'g'inish sayohat moslashgan, tarbiyalash sistemlik, nayta qaradimlik bo'lgan, planlik bo'lgan bir muhit Liyanda ailesida bor. Endi men mukofotlash tuzum to'g'riliq tafsili deb o'tay desam, 4 darajada berdim. 6900, 59 ming, 128 ming, 380 ming. Bu yerda albatta 380 minglik vakolatning mablag' saqin jiqo'g'achqa oldigan nabmi eng jiq, yillik mukofotmi eng jiq. Liyandada uy arzuyingizga amalga oshdi. Biz kichik korxona Xingda guruh hamkorlik o'rnatib, Dulan shirkati 100 ta uyning Davan xishingiligining qarshi basilgan shaharning markazi, nupuz zich bo'lgan, allaqachon bozor shaklida bo'lgan bir shahar markazi, o jichang emas, shahar markazidagi Xingda guruhining xishingxayning urilsagan Xingda guruhining 100 ta uyni üstün bunlardan çeçip durup 100 ta uyga aldın. Jin çocuğun tülep Dulan şirketi 100 ta uyni sizlarga atıdı. Haqiqiy moslashalgan bir yil tirishib chajadan kirim qilib foyda elama ber. Sizlar oxirida bilib bilmay biz ziminli qo'yib qilgan bir bu arzuyingiz xuddi Nurgul Qodir atanisiga juyandan uy bergandek, aşı uyni mukofot qilib tirishib elib ataning so'g'atqisiz bo'lamanmi? Bo'ladi. Xo'sh, uy mukofot Barli xonimning Cadillac mukofot. Odil esa yaratmay Barli xonim 300 minglik Cadillac talabetda. Mushaq mukofotlar kimning mashinada deb aqsa bozor chiqishi yo'q. Kimning kankishada uy og'isi yo'q. Uyda o'ltag'isi yo'q. Kimning taraqqi topgan shaharlarga saat qilg'isi yo'q. Kimning miyaga chiqib o'zining ovozini haq anlatg'isi yo'q. Hammadan bor. Mushi tushish to'g'ri sanda amalga oshdi do'stlar. Bu tushunlarni Liyandaning mushundaq
Yeni endizlerden təminləb atqan qaltış oxuşları sizlərə təminləb verdi. Sənə bəxt arzuyurlar, 1 yıl, 2 yıl, 10 yıllık bəxt arzuyurlar. Muş sistemida obdan maslaşıb tırsanlar, özgürüşünü xalasanlar, burunqı məndən rınca teşhisini almışdırsanlar, yeniləsanlar, üst bitişini xalasanlar, canlar arzu qılğan bəxtlik bulman degan bütün sebeplerini, neticelerini mişəni tapısılar. Onda olsa, qaranglar, mateşli aparat mening qan tərime, bizning şirkatımızda muştaq aparat işləydi. Hele yup yeni Yusancan Kösetke işxan rayında muştaq bir türküm kişiler işləydi. Ben özümden 5 yıl Ali Mektep paralel okugan, Ali Mektepte paralel okugan. Ben Şinjan Üniversitesi bunki aspirantlarını şeyde okudum. Ben Karxan Başkoş'ta okudum. Kanun fakültesinde 5 yıl Kanun fakültesinin şöşünğü cuşu olup, munda okugan Tursnay adukat. Hazır o kız 16 yıl oldu adukatlık kılgan. Alık opçırısımda var. Tursnay adukat ne? Bizden kanun engimiz yukarı götürdüğün. Teşvikat işiga vaxtımızda meyli çemberek, meyli kanda teşvikat işeli. Gongal fanın ölçüm boyunca kanunluk teşvikat yapardığın. Bütün kinişke hemen nesimiz kanunluk olduğunca məxsus mütehassisler grupsu kanun adukat teklif kıldık. Sayvu Zungjian teklif kıldık. Sayvu'nu bizden liseni yaman kıpırdığın. Üzerine bir koluk terbiyelegen, seçimdaşın bitigen, Danış Adukatlık Merkezi'nin kurgusu. Necat inimizde ekirdi mütehassisler grupsuga. Qaranglar. Ma adukat kızın kime adukatlık kim köygensler? Budur çaç. Andaki Dilxumar Erken, bizden Adile, məxsus natık doğrusu dərsi türsülərə. Oturdaki qarı kiyim bilə, üstüdeki, minin astındaki Günlər deyib bizden 380 minlik vakaleti. Şanghay'da durup bazarca tutu. 4 balısını aşağıda okutup, Şanghay'da durup, Şanghay'da bazarca tutu da kızlar. Günlər deyib ayalıq qaytiş, ayallar 40 yaşıdadan kitaplarını yazıqan danlıq yazıqıcı. Bizge ayallık noktasından, perzent terbiyeleş noktasından talay dersler var. Ayımay biz dersi tutu. Günlər deyib hanım kitap yazıplı koygan emez. Manda kılınlar da nasat kıp koygan emez. Kıp gözlük koygan. Oğlu Şanghay Goji Şöşev'nin Xiaozhang Zhuli bir aylık maaşı 55 min. 23 kirgen bir jigit bir ayda 55 min maaşı ilip atansı küçük oturdu. İnillerini Şanghay'a ekletti. Anısını şu sebepten Şanghay'da. Manın perzent terbiyeleşti uftu kazangan ana yazıplı koygan emez. Uqupla yak uqup belgeler emez. Top ders etkenler emez. Kıp göz koygan ana. Man muşundak serkerde anılar bizim Liyanda ailesinde. Hoş. En pestiki oturdaki inemiz benim burqalı terbiyeligen inemem. Ben bencürüm boğan bana kızlarımı turuptu beni terbiyeligen Danış Adukatlık Merkezi'ni kurdu. Danış Sevgu'nun zorşuna kurdu. Bekdanlık maliye meselesi bu. Ertegi maliyem öymü apoptmen Liyandaden. Maşinımı apoptmen. Hazır çaca optan boğa çıkan 20 30 koydun her bir kapı çaca yep. Bilmem bir 8 min koyduk sap payda olup kaldı malum. Bu 8 min koyne banka koparsak tüzük payda olmaydı iken. Bu nime işlesek bular malum? Ya dükkan saray aldığım planım da yok. Muşun bütün vücudundan kanmay üzerine baş soğuk kısam dıktım çeşip gitken. Muş 8 min lirayla nime kısam bular desenler. Dilşat enemiz liseye güvenlik bir yaman. 8 min koyne çiğ işcan, huangjin işcan ya gargıl işcanlarda yüzde okulup her ayda size 40-50 mindən tuğdurup durdu. Pulumuz mu aşu sayı şiton arkalık, liseye şiton arkalık sizlerge pul tuğup durdu. Ben muşundak mütehassislerimizle koşuna çek ekirdik. Bu gırın lise degen bek mühim näsçi bu. Tapmız qıjnaşamaymiz. Pulni, mandırışni, qozuqtışni oynaş bilmedikçi. 5-6 min pul turi verse topamaydı sizlerge. Qandaq tuğduruşni ütüdigan mütehassis inilerimiz var. Şu köp qabiliyetlik ixtisaslı adamlar Liyanda ailesi yığıldı. Hoşunda olsa en ahırdaki xulasa Turtalığa vaxtımızda yuqurda men dep ötken çembereklerdeki her bir mezmun dep öttüm. Karxana əmli küçü, rəhbərlik qatlımı, məsulat əvzəlligi, mükafat düzümü, əlbəttə üzü xas mədniyyətini çoxum kürüp durub məndaqtılarla olmasa, sep qoyğan 50 min qağı 2 yıldan qalmay, xod nötküsə xəxnan alıda tanim yoxkən, hər yıl marken işlətkənslər, hər yıl bir yenişini qıltkənslər, faqat tutamın yoxkən dep tutamı yox duyğurub qalımız. Bazğanın bir oduq, çörüncəni bir bastık, adaq qıçımağımız. Çünki Liyandanın bu dolanlıqlarımı 100 yıllık, 2 yıllık abidi qılman deyip büyük arzulama qalbi püküp men oturdu. 22 yaş kirgen Liyanda, 22 yaş kiriş üçün arzulayan oturdu. Onda olsa, maqaranlar, Liyanda ailesi kirsanlar, 380 minlik barlıqanda çoğun vakalətçilər, tön dərəcəlik vakalətçilər, çağcasından kirim qılın bir. 380 min pulu, 8 min, 7 min okitədə o bir kirim. Ayrılı bir kirim. O kirimdən başqa, yıllık mükafat var. Barlıq hanımda katta yuqurda hamkarlaştırıcıға aldıkені şirketten 46% yıllık mükafat var. Jığıp apasaq
yillik mukofoti, haliqi 380 ming pulning chapchasini kirim qilishini sir, yil oxirida do'nglam yillik mukofot u taraf o'xil shakl bu sabab tufaylidan rahbarlik mukofoti, ajr mukofoti, bir mukofot deb turib berib 43% şirketden yana do'ng'ida mukofot berish bor. Uning ichkisini top deb birma oshkorlamayman. Bu birinchi mukofot, bu moddiy mukofot. Hem qisqa muddatlik mukofot. Bugun 10 qap mol sotdingiz, shu daqiqada sizga 1000 ko'sh 2000 ko'sh topmaydi, shu kuni yangi solsiz. Bu qisqa muddatlik mukofot. Endi yillik mukofot 43% ga borgan yillik mukofotni ichkisini qanday qilib shirkatdan yana 43% sop Niyenjongjan alam onu inci kalıqsız sizga 380 ming tülüge vaqtınız deb birmen. Xo'sh, ondan haliqi qisqa muddatlik mukofotdan sirat qanday mukofotlar bor? 6-joydagi bizning 4 ustozning darsi. Bir mo'chan chiqamaysiz, shirkat ustiga kelib tarbiyalash. Bizning talay bir kunlik 50-60 ming dars haqimizni shirkat ko'tarib turdi sizlarga yaxshi. Tarbiyalash orqali o'sbitilsanglar, o'zingning raqobat kuchini yuqori ko'tarsanglar, jingjingli eshib mangsa bu sizlar uchun pul bilan hisob qilolmaydigan utuqchi bu. Buni 100 ming 200 minglar sunduq olmaydi. Bu o'sbitilishinglarni. Tarbiyalash mukofoti bor, sayohat mukofoti bor, sahna mukofoti bor. Sana chiqib turibsizlar to'xtamay. Albatta mashina uy mukofotlari bor. Bu yana bir xil har oydagi charja kirmondan sirt yil oxirida paslik, yarim yillik mukofotlarimizni berib turilgan mukofot. Ondan ondan sirt yana Liyandaga uzun muddat agasalni mukofot bor desanglar, endi ma'naviy mukofot ham changchijili, guchuan pay verimiz pay. Bizning aziz do'stlarimizdan üspitleş, itiraf qilinish, do'stlashish, hurmat inovatga erishish, ota onaning oldida o'zining yaramliq ekanligini bir kun burun isbotlab qo'yish arzu va qizlarimiz uchun qisqa muddatlik moddiy mukofot, uzun muddatlik moddiy mukofot ham nurg'un siz o'ylab boqmagan ma'naviy mukofotlar Liyanda oilasida chaqnab turdi, siz uchun tayyor hozirlanib turibdi. Liyandaning yup-yangi turiga bosh bo'lib, haqiqiy boy bo'lgan 50-100 kishilik sarkarda xonimlarning qat'iy kirishinglarni chin ko'ngildan umid qilaman. Liyanda vakolatli to'pida sizlarni saqlayman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Yaqinqi yillardan buyon mana mushundaq axborot e'lon qilish yig'inlari, faoliyatlari intayin ko'p o'tkazilyotdi. Men nurg'unlagan do'stlarimga o'zim riyosatchilik qilgan, mayli qaysi shaharga boray, shu shaharga berib o'zim riyosatchilik qilgan faoliyatga shu shahardagi do'stlarimni tavsiya qilaman. Adash berib qatnashqin, do'stim mushtaq bir faoliyat bor, berib bir qatnashib qolsa desam, ko'pinchilarning menga deydigan javobi nim bo'ladi deganda. Bo'ldilar adash, uyga borsak kallamizni yuyib ekan. Kalla yuyishdan boshqa ish yo'q ekan degan javob manglayman. Kulib ketaman. Ajiba sizning kallangizda yusi bo'lmaydigan qandoq narsa bordi? Demak, kallangizdagi narsalar boshqalar tarafidan yuyilib ketdi degan gap, sizning asli saqlab kelayotgan ashu, yig'ib kelayotgan ashu ideyalaringiz alburun modadan qoldi degan gap. Siz qadrlab shunga aks mingvatgan ideyalaringiz zaman bilan moslashamadi degan gap. Mana mushundaq so'rovlarga kelib, yangi ideya, yangi mahsulot, yangi tur, yangi yo'linish bilan yuzlansangiz, ko'ralsangiz, sizda taraqqiyot bo'ladi. Sizning ideyalaringizda taraqqiyot bo'ladi, o'zingizda taraqqiyot bo'ladi. Shuningdek bugun mana mushu so'rinda men cho'qim yaxshi bir narsa o'rgana olayman, cho'qim bir yaxshi do'st bilan tanisha olayman, cho'qim bir yaxshi yetakchiga ega bo'la olayman, cho'qim bir yaxshi mahsulot bilan tanisha olayman deb kelgan har bir aylanga o'zinglarning mushu qadminglar bilan muboraklayman. İdeyalarınki ilg'orligidan suyundim, hammanglarga ko'z tegmasin. Mana shunday o'rganish ro'yi bor, o'zini yangilash ro'yi bor, yangilikka intiladigan har biringlardan to'limi suyundim. Faoliyatning Aqsuda shunday qizg'in bo'lgandan, Aqsuning haqiqatan xalqining yangilikka intiladigan, xonim qizining ideyasi uchuq, pul tepishga intiladigan, oilasiga, bolasiga ulgu bo'lishni xohlaydigan xonim qizlarning intayin ko'pligini his qildim. Hammanglardan suyundim. Sizlardan texnik iqtidorli, texnik qobiliyatli farzandlarning yetishib chiqadiganligiga ko'zim yetdi. Hammanglarga mana mush faoliyat qatnashganinglarga, har bir qadaminglarga Do'lan shirkati Liyanda markasiga vakolatan yana bir qitim rahmatimni bildiraman. Mana bugun Qashqarning faxrlik o'g'loni bizning Men Naqshi programmasida o'zining ajoyib esil kuylari bilan hammalarning qoyilligini texmi qo'zg'agan sevimlik artistimiz Al Suygan, Alni suyundirgan muhabbatli kuylar bilan qalbimizga larzaga solgan Abdusopur akamizmi Qashqardan yo'lni yiroq ko'may alohida keldi. Abdusopurning naqshini anglamaslik bugungi faoliyatga eng afsuslanarli ish albatta. Undaqda eng qizg'in chavaqlarimiz, qizg'in
musiqa sho'qallarimiz bilan bu sho'lpinimizni taklif qilamiz. Marhamat. Yaxshimsizlar? Güzellikni suyib, güzellik izlab, bugünkidek faoliyat qadam tashrif qilgan güzel Aqsu shahridagi urug' tuqqanlar hammalarga oldi bilan o'tliq bir salom. Rahmat. Bugun mana Do'lan shirkati Lenda mahsulotininki yangi tur e'lon qilish katta faoliyatida har qaysinglar bilan didorlashdik. Didor g'animat. Hammalarning oilalariga xotirjamlik, baxt yor bo'lsin. Bugungi Məşə faaliyyətimizdəki baş temisi güzellik haqida. Şuna hamda növbətdə oturanlarga yana məşə güzel xanım qızlar üçün kuylangan lirikimizni alayda ko'ngil so'z qilsam, qani marhamat.
ki mana muşu sorunda sizler köygen, sizler his qilgan yeni ideya, yeni mahsulot, yeni tür, yeni grupdan başqa yani bugünkü fəaliyyətimizni alohida qo'llab Aksu Nazlı Toygirim Toy Süreççiliki bugün Liyanda Maqsadlıq naq meydanda vakolatchi bo'lgan güzel hanım qizlarga 300 yillik istimal kartasini sovg'at qildi. Shunaqla bu kartani Nazlı Toygirim Toy Süreççiligiga obraz rasm, oila surat, to'yliq surat, shunaqla Liyanda Maqsadning marka surat qatorliqlarga ishlasi bo'lganligini alohida eskartdi. Bizni qo'llab-quvvatlagan mushu Aksu diyoriga qadamimiz yetganligini anglab, bizning oldimizga chiqib riyosatchilarimizni shundaqla bizningki sahnaga chiqqan artistlarimizni chiroyli pardozlagan Nazlı Toygirim Toy Süreççiligiga rahmatimizni aytamiz, rahmatlarga. Hammamiz burun liksiyalarni anglagan, nomini anglagan, talaylagan oilada o'moq farzandlarning dunyoga kelishi uchun o'zining ajrini singdirgan suyimli Hurriyat apaymo alohida qadam tashrif qildi. Suyimli chiroyli qadamni sahnamizga qizg'in chiroyimiz bilan taklif qilamiz. Qani, marhamat. Ben 1979 yılı Beijing'e kadar şöyle bitergen. Hem de şu zamanda Uygur kızlardan birden-bir 4 yılın içinde menden başka Uygur kız okumagan Beijing'e kadar şöyle. Özüm men kalkan Beijing'de çoğu olgan benim sebeplerden. Şunun için kişikimden ait tırışcan. Özüm bir doktor buluşunu halap ahire mana ikinci doktorxonada men 79 yildan boshlab maktab bitirgandan keyin Abdunum rayonlik xalq doktorxonasida ishladim. U yerdan pensiyaga chiqdim. Yana Xinjiang Jaying doktorxonasining taklifi bilan hech qanday Uyg'ur doktor qilinmagan tarixda birinchi qitim mana shu Guanyingar probirka texnikasini men boshlagan. Men Jaying doktorxonadan hozir pensiyaga chiqsammi, mening o'rnimga tehi yana bir Uyg'ur ayol ya bir Uyg'ur qizlar dexe probirka texnikasiga atlanmadi. Demak, bu mu mening bir tirishchanligim. Bir javob. Men kichikimdan bay qizlar dedi, ba'zida uni qilam, buni deb bir arzu, mening arzuyim artistdi. Kichikimdan zodi men artist bo'laman deb uydagi duxo pardalarni yutib elib, do'lamga esib elib, naqsha aytib, ashuna qildim. Lekin keyingi taqdirda men qanday qilib bu doktor bo'lib qoldim. Men Xotanga 74-yili bir tarjimon qiz kerak bo'lib Yelag'do'ga men berib qoldim. Yeshim nayt kichik. Shu zamonlarda endi men shu yerda doktorlarning orqada yurib tarjimonlik qildim, ancha-muncha yordam qildim. Mening shu Gongshaning ichida bir yilning orasida 10 necha do'stim bor. Ishdan tushib shular bilan o'ynab ketaman. Lekin oxir kelganda bir yildan keyin men mangacha 3 sıra kız baliyatqı boyunu raqtin. Şu keselinin sebebinden bizden ayrılıp kaldı. 20 yaş, 19 yaşlı kızlar baliyatqı boyunu raqtin ayrılıp kaldı bu dünyadan. Şu vaxtada ben oyladım. Ben sestramı bulmay, ertisim bulmay. Ben çokum bir doktor bulay. Onun üstüge ben çokum ayallar kesellikinin doktor bulay deb. Şunun için kiyim benim tanlagan yolum bu şu doktorluk yaptı. Hem de ben hazır hesapta 79 yılı hizmet kirgen bolsam özüңler oylanglar. Men hizmetten ayrılgan bilen bu doktorluk kasbidan qat'iy ayrılmadım. Mening eng yaxshi ko'radigan, eng moda, eng chiroyli kiyimim shu axalat. Hem axalat menga yarashdi, hem axalatning o'disidan chiqib, hozirgacha mushu xonim qizlarningki salomatligi uchun hozirgacha mushu bilimimni butun mushu Uyg'ur bulamda başka milletlik ayollarga özüm içimdeki bilimni yetkizay deb Qashqa, Xotan, mana bugün Aksu. Belkim kela ayda yana Xotan. Şunun için men hozirgacha mushu doktorlik kasbidan qat'iy o'zimni ayirmadim, ham ayrilib qolganim mukammadi xonim qizlar. Bir chavaq. Chavaqni taklif qilib turib, shuna chavaq chaqizman majburlam. Nima uchun desanglar, mavi chechon ko'tarildi. Adam bir so'zlagan vaqtida ko'zimga yana qardinglarmi u ya? Men bek sat emas qarvinglar. Ash qusqin. Amildar bo'lgan ayollar chiqib, men doktorxonada ulan tug'dalsam, Hurriyat doktor, chiroyingiz qaray, nima desam bolam sizga o'xshasin deydi. Ama yosh vaqtimda xeyli chiroyli qildim. Endi hozirmi bo'lib qoladi, ha?
Mən özümün tarixini birdən sözləb bədim. Əmdə axır gəlgəndə mən qandan şu Liyanda məxsulatı bilən qanda tanışdım. Bu dolan şirkəti bilən mən nima üçün özüm bir əmkarlaşqım gəldi degan vaqtida əmdə dolan şirkətini bayatın əmmənlə düşəndinlər tarixini, bunun güclükligini, rolunu, cəmiyyətdə bolğan təsiratını əmmənlə düşünüb boldunlar. Əmdə bir doktor bolğandan keyin Məsələn, biz doktorxanda operatsiya arqılıq, doğru arqılıq kesel davalaymiz. Lekin özіңlər oylap biqinglar, xanım qızlar. Qaysыңlar keselning oldini alay deb doktorxanaga berib baqqan? Yo'q. Hammanglar kesel bo'lib, iqib, bo'lmaganda o vaqtida hurriyat doktorini izlaytdinglar. Endi men shuni o'ylaydim. Hozir mushu yufang ve ju degan eng muhim, keselning har qanday keselning oldini olish eng muhim. Davolaganda nurg'un kesellar saqaymaydi. Masalan, bizning balayotga bo'yni rakni deymiz. Birinchi daraja, ikkinchi daraja deymiz. Yosh ayollar balayotga bo'yni rak bo'ladi. Rakni davolaydigan hech qanday texnika, saqaytadigan texnika ham uzul kesel hayotini qo'g'daydigan hozirgi dunyoda rost gap qilsam hech qanday amal yo'q. Lekin keselning oldini oladigan nurg'un amallar chiqdi. Men birini o'ylaydim. O'sha ayollar masalan men Xotanga borgan vaqtimda bizning Uyg'urning ayollarda o'zini asraydigan, o'sha ko'payib sistemasini qo'g'daydigan burundan har xil yerlik usullarimiz bor-ku. Men Xotanda kichik vaqtimda hamda sestra vaqtimda shu ayollar ishchiga doğru damallarni daqining ichiga selib, parvish qilib, ishiga sevoldiganlarni ko'rgan. Demak, issiqlikni yana tug'utdan keyingi har xil ahvollarning oldini olamiz deb bular shu ishlarni qilibdi. Hamda hozir bu shunda bir yaxshi ahvol bo'ldi-da. Masalan, bizning shu Liyanda shirkatining chiqarayotgan ayollarning bir yurish shu mahsuloti. Menmo nurg'un shirkatlar meni darsga taklif qiladi. Lekin mana Nurgul ma'lum o'tiribdi. Men hozirgacha hech qanday shirkatga vakolatchim bo'lib boqmadim. Xinjiangda yerim bilan men so'zlagan o'xshamaydi. Xinjiangda yerim bo'lsang, aşı mahsulotga sen dayem bo'lib jamiyatga chiqa olaysan degan gap. Uning mas'uliyatchanligini bak kuchli oqibatini sen ko'tarsa. Lekin bizning shu nurg'un endi ko'ryapsizlar, Aqsudimi cho'qim nurg'un shirkatlar kelib, har xil ayollarningki sog'lomlik mahsulotlarini bozorga sepyotdi, jo'shang'i ichyotdi. Lekin bizningki shu Ningjaoning masalan boshqa shirkatlarga o'xshamaydigan qanday yeri bor? Bugun tushundinglarmi qizlar? Hamda bizningki shu Ningjaorimiz, Liyandaning Ningjaosining o'xshamaydigan yeri bu ninki tarkibida burunqa o'xshamaydi. Burun 6 xil mahsulot bo'lsa, buning ichiga hozir yana 5-6 xil yangidan moddalarni qo'shdichu. Yana birisiga men o'tganda Qashqardagi yig'inda boshqalar balkim ko'ngil qo'yib anglamadi. Bunun içinde hem de en yenilik nima desa şu balayotga bo'yni rakning oldini oladigan kan HPV degan mushna bir modda qo'shildi. Hem de HPV'ni bilasizlar, hozir ham de balayotga bo'yni rak bizning Xotan, Qashqa, Aqsu tarafda bekchiq. Hem de bunun oldini olish uchun davomli o'zinglar shu tozlikqa diqqat qilsanglar, parvish ilmini sap tursanglar, oldini olaydi. Lekin davolaydi demedim. Hamma ilqi mahsulotni ko'p turib, manda tashviq qilish bo'lmaydi. O'lmasning dorisi desanglar, texim bo'lmaydi. Bu bir kasalning oldini oladigan bir mahsulot desanglar, haqla hamma rost gap qilyapti deb tushundi buni. Shuning uchun har xil kasallarning oldini olish uchun xonim qizlar biz bek ojiz, yangi tug'ilib 15 yoshga kelganda yezib kelgan turdi. Onundaki qo'saq ko'tarisizlar, tug'utda har xil xatarlik ishlarga yo'liqsizlar. Onundan qutulsanglar, oxir kelganda kelmoqtiriya davrisiga yana biz uchraymiz. Shuning uchun ayollar ojiz, ayollar ulug', lekin biz ulug' bo'lgandan keyin biz ojiz bo'lgandan keyin qanday qilamiz? Cho'qim salomatligimizga to'g'ri qilsak bo'ladi. Endi men menda deyman. Yaponliklar shu tishninki madaniyatiga bak diqqat qildi-chu. Masalan, kunda 2 vaqt, 3 vaqt tishini juydi. Anikin o'zimizmi ayollar hozir qaysimiz girim qilmay keldik? Hammamiz yuzimizga desa necha xil narsalarni elib surib ketamiz. Yuzimizning terisini asraymiz deymiz. Lekin bizning eng muhim oilani tutib turadigan, salomatligimizni tutib turadigan,
tuxumdanimizni tutib turadigan, arayil munosabatini tutib turadigan qayarimiz, bizning tuxumdanimiz, bizning ko'payish sistemamiz, tug'ut yo'llari shu sizlar uchun eng muhim. Shuning uchun mening tavsiya qilganim, Yağov, Yaşua, her xil huquqlar uyanglarda bo'lsa, mushu bizningki Liyandadek müşnak isil mahsulotlarni sizlarning shish o'janda cho'qim to'sin. Juyunglar, selinglar deganda kasaldan oldin delinglar. Bugun vaqt bek qisqa bo'lib qoldi. Men bir so'z desam necha soat so'zlab yetdim. Oqshomgi faoliyatimizda 2 soat dars o'tdim. Mayda unumlik yaxshi bo'ldi. Buningdan keyin to'plaringlarda taklif qilsanglar, mahsulotlarni tushunman desanglar, kasallar jihatlardan masala so'rasanglar, mana Hurriyat opanglar mushada turibdi. Ma'qul rahmat hammanglarga. Bizning shirkatimizningki 380 ming yuanlik vakolatchilik imtiyozini ilib, to'longa ishinib, to'longa agishni qaror qilgan vakolatchilarimizni sahnaga taklif qilib bir ko'rib baqsaq. Ulardagi ideya zodi qanday ideya, ulardagi yurak zodi qanday yurak. Qani 380 minglik Audi mashina Urumchidagi bir uy mukofotiga erishgan suyimli xonim qizlar sahnamizga marhamat. Qani mukofot buyumlarimizni shirkatning mas'uliy qonuniy vakili Adila xonimni o'z qo'li bilan yetkazib berishga taklif qilaylik. Marhamat. Bahargul xonim bizningki keyingi sorunimizning sohibxoni. Shundaqla tunji Audi mukofotni, ya'ni tunji mashinani bizningki ko'p assukunimizni haydab chiqib ketdi. Bugun naq maydonimizga o'z yoqtirgan mashinani haydab keldik. Balkim naq maydonda o'ltag'anlar Muşularning hozirgi bir hissiyatni anglashni xohlab turgan bo'lishi mumkin. Aytursun muallim, sizdan bir anlig'im kelyapti. Sizning mushu jasoratingizni ko'pchilikka bir o'lgu bo'lsin degan umiddaman. Rahmat. Oldi bilan mushundaq bir yaxshi so'rin asirlab, meni mushundaq bir sahnaga, mushundaq bir sharoitni bergan Do'lan shirkatiga rahmat. Andin qolsa, mushundaq bir isil shirkat, isil mahsulotni tavsiya qilgan birinchi qatimliq tunji uchirda menga yetkazgan Nurgul ma'lumga rahmat. Asli bilgan meningmi ana diyorim, kindiq qanim to'kilgan yurtimda nurg'un yurak so'zlarim batdi. Biroq bilgan vaqt munosabati bilan ba'zi yurak so'zlarimni aytolmaydigan bo'ldim. Chunki men 30 yil munbarda iqtisod so'zladim. Bugunkidek pul top digili kelgan vaqtda qo'ng'iroq chilinmag'icha to'xtamaymiz. Ko'rdinglar Nurgul ma'lumning hayojonini. Meni so'zligiga qo'ysanglar 2 soat yetishmaydi. Shunga ba'zi ko'ngil so'zlar keyingi qolsin. Ammo sizlarga bir og'iz yurak so'zimni desam, dunyoda qig'ilib bo'lmaydigan ish yo'q. Fursat tutib olganning. Bu dunyoda isrofchilik desa, har qanday narsani isrof qilsak bo'ladi, vaqtni isrof qilsak bo'lmaydi. Chunki vaqt ketdi, kelmaydi. Bugun bu aytursun e'tibor yo'qligini hech kim bilmaydi. 50 yoshga kiribdiman, hayotimning 3/2 qismini yashab bo'ldim. Yeni qanchalik hayot yashayman bilmayman. Bir kun yashash uchun bir kun tirishish kerak. Bir kun yashash uchun bir kun izlanish kerak. 25 yil o'qidim. Yeni o'qig'im bor. Lekin o'qib bo'lmayapman. Chunki qiladigan ish bakchiq. Mümkün bo'lmaydigan nurg'un ishlarni 5 yoshlik baldan tortib 70 yoshgacha qilib olsa, biz tek yosh turib, nimani qila olmaymiz? Mashina menga ozlik qiladi. Mening mush tajribalarimga, iqtidorimga ozlik qiladi. Men yaratmayman mashinani deb men uyga teojan qildim mana. Turibdi uy. Urumchida uy qimmat bilisizlar. Pinfansi 12 mingdan oshdi. Men shu milliondan oshadigan uy olaman deb teojan qildim. Nishonimiz yuqori bo'lsa, yomishimiz. Oxirida deydiganim tirishqanға hamma narsa bor. O'zingni so'ysang, ondan boshqalar seni so'ydi. So'ygi urug'ini chashqili keldik. Sizlarga go'zallikning urug'ini chashqili keldik. Boy bo'lishning yo'lini ko'rsatgili keldik. Buguncha mushinlik bo'lsin. Hammanglarga rahmat. Rahmat. Bugun naq maydonimizga kelib, naq maydonda 6900 yuan bilan vakolatchi bo'lib ko'ray. O'zimga bir jang e'lon qilib baqay. Musha orqali o'zimga bir fursat berib baqay deganlar, ya'ni 6900 yuan bilan vakolatchi bo'lib, mashina haydaydigan uyi bola yana sahnamizga chiqsanglar bo'ladi.
bilan tabriklayman. Uningdagi ishlarga tehmasay olsun. Rahmat. Seni bugünkü 59 ming yuan bilan o'z jasoratini isbotlaydigan xonim-qizlar texnik ishlar bo'ladi. Muborak bo'lsin. Bugünkü Aqsu diyoridagi Xinjiang do'lan ovqatchilik cheklanish shirkatining Lianda markesidagi mahsulotlarni e'lon qilish faoliyatiga alohida qadam tashrif qilib bergan barcha aziz mehmonlar. Mana bugun sizlarning guvohliklaringlarda, sizlarning qizg'in chavoqlaringlarda, sizlarning madadinglarda Aqsudagi shuarimizni, Aqsudagi yurak so'zlarimizni xotirjam dadil so'zlayaladik. Liandani faxrlangan holda sizlarga tanishtira oldik. Shundaqla bizni qo'llab-quvvatlagan, faoliyatning oxirigacha o'zining qizg'in chavoqlari bilan bizga madad bergan har bir mehmondan to'limiz suyundik. Amaliyotda bu do'lan shirkatining Lianda markasining Aqsu shahridagi tunji shuari, tunji signali. Bundan keyin Aqsu shahrida sizlar bilan har vaqt hamdam bo'lib turamiz. Liandaning shuarini har vaqt yangiritib turamiz. Mush fursatda bugungi qimmatli fursatni bizga yaratib, yuz ko'rish fursati yaratib bergan Bahargul xonimga, shundaqla Odiljon apandiga yana bir qitim rahmatimizni bildiramiz. Shundaqla mehri illiq qizg'in Aqsu xalqiga do'lan Lianda nomidan yana bir qitim chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Hammalarning bugungi faoliyatimizga qatnashib berganlarga yana bir qitim rahmatimizni bildiramiz. Buningdan keyingi Liandaning ajoyib go'zal manzillarida sizlar bilan birlikda menishni xohlaymiz. Qo'linglarni bizga bersanglar, buningdan keyingi ajoyib nurli sahnalarda sizlar bilan tang chaqnay olamiz. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimliq mana shunday faoliyatlarimizda birlikda hamdam bo'lib berishinglarga chin dilimizdan tilakdoshmiz. Xayr xo'sh.